Biz o'zimiz haqimizda qisqacha ma'lumot berib ketaylik. Birinchisi, bizada Registon ta'lim loyihalari deymiz. Bizada juda ham ko'p loyihalarimiz bor. Eng asosiylari o'quv markazlarimiz, xususiy maktab, xususiy bog'chalarimiz, texnikumlarimiz, nashriyotimiz bor hamda Registon onlayn degan o'zimizning platformamiz ham bor. Hozirda 1600 ta o'quvchi o'qiydi, onlaynda o'qiydi. Nashriyotimizda 200 ta turdagi kitoblarni chiqaramiz. Endi ko'rgan bo'lsanglar kerak, bu butun O'zbekistonda sotamiz bularni. Texnikumimiz bor, tibbiyot texnikumi, undan tashqari bog'cha, maktab hamda o'quv markazlari. Boshlanish nuqtasi o'quv markazlaridan boshlangan. O'quv markazlaridan boshlab sekin-sekin rivojlantirib, hozirgi darajaga biz olib chiqqanmiz. Nimaga desa, o'quv markazlari hozir mana sizlarda ham o'quv markazlari boshlanish nuqtasida turibdi-yu, moslashuvchan, nima deydi, qaysidir tomonlarda manevr qila oladi, bozorda yaxshigina o'zini joyini o'zgartira oladi, unaqa katta qiyinchilikka uchramaydi-da. O'shaning uchun o'quv markazlari bizda hozir 48 ta filialgacha yetib keldi. Bu yil ko'pchilik bizning o'zimiz shogirdlarimiz 100 taga olib chiqamiz deb harakat qilishyapti. Menimcha 70 tadan kam bo'lmasa kerak mana shu o'quv yili, ya'ni mana shu 2026-yilda aytayman. Chunki ochishga tayyorgarlik ko'radigan hududlarimiz hamda insonlarimiz hozirda ancha 20 tadan oshiq odam tayyorgarlik ko'ryapti, kamida. Endi rejani sal kattaroq olaverishgan, lekin aytganimdek 70 tadan kam bo'lmasa kerak filial jihatidan. Bizni faqatgina filiallarda 2 ta yoki 3 ta xonali qilib ochmaymiz. Mana viloyatlardan kelganlar bor oralaringda. Qaysi viloyatdan kelganlar bor? Yoki Toshkentda o'zidanmi hamma? Ha? Qashqadaryodan. Siz Qibraydan yaqinda ochdik ko'rgan bo'lsanglar. Ochilib bo'ldi. O'zi birinchi darslarimiz boshladik o'zi. Bilmayman, bir haftacha bo'lib qoldimi? Qibrayda ham ochdik, Chirchiqda bormiz. Qashqadaryoda, Qarshida bormiz. Kitobda bormiz, Shahrisabzda ochganmiz. Bulung'urda, Samarqandda, Kattaqo'rg'onda bor bizlar, masalan. Sizlar qaysi? Yuqori Chirchiq, Toshkent. Yuqori Chirchiq, Chirchiq shaharda bor ekanmiz hozircha. Toshkent viloyati. Siz ham Toshkent viloyatidan, siz-a? Bo'ldi sizlarda. Xo'p, Qashqadaryodan keldingizmi? Yo'q, shu yerda turasiz-a? O'qiysiz. Xo'p, Qarshida bor bizani, misol uchun mana viloyatlarda yoki mana bu biz ochadigan filiallarimizda o'zimizga standartlarimiz bor. Standartlar nima desanglar, bu tizimlashtirishni boshi shunaqa standartlardan boshlanadi-da. Tizimlashtirilmasa uni kengaytirib bo'lmaydi degan g'oya bor, eshitgan bo'lsanglar. Bu tizimlashtirish degani bu avtomatlashtirish degani emas. Avtomatlashtirish degani tayyor standartni tizimga aylantiradi-da, avtomatlashtiradi. Lekin tizimlashishi uchun birinchi navbatda juda ko'p misol uchun akademik tomondan qilinadigan ishlar haqida aytib o'tay. Asosiy qismini akademik tomon tashkil qiladi, ya'ni o'qitish. Agar siz ingliz tiliga yoki matematikaga yoki qaysidir fanga ixtisoslashgan bo'lsangiz, mana shu fanni o'qitish bo'yicha tizim, ya'ni aniq nima belgilab olinishi kerak, standart belgilab olinishi kerak. Ya'ni ingliz tilida deylik, hozir ingliz tilini o'qitadigan kitoblarda asosiy qilib olsanglar, bilmayman, bir 100 dan oshiq, balki undan ko'proq nashriyotda chiqadigan kitoblar borda. Agar o'qituvchilarga qo'yib bersanglar, ular o'zlari xohlaganini o'tadi. Bittasi keladida headway o'tadi, bittasi boshqasini o'tadi, bittasi boshqasini o'tadi. Hammasi o'zini kelinglar. Mana bu yaqinroqqa kelib o'tirib olsanglar yana mashroq bo'ladi. O'ziga qulayda o'tadi xullas. Chunki o'zi qaysi birida o'qigan, o'rgangan bo'lsa, o'shandan o'taveradi. Bunga agar yo'l qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, standartlarni buzasizlar. Nimaga bunaqa bu o'xshamaydi desanglar, mana boshlanish nuqtasida bizda juda katta muammo bo'lgan. Endi sizlarda muammo bo'lmasin deb aytayman. Deylik 10 ta o'qituvchi bitta o'quv markazida ishlasa, 10 tasi 10 xil programmadan o'tadi, 10 xil kitobdan o'tadi. Bu degani bittasi orada kasal bo'lib qolsa yoki ishdan ketaman desa, boshqa bittasi uni kelgan joydan davom ettirib keta olmaydi. Va standart bo'lmagani uchun uni sizlar nazorat ham qila olmaysizlar, nimani o'tib, nimani o'tmayotganini bilmaysizlar va asosiy o'quv markazini o'zagi yaxshi sifatli ta'lim berish bo'lsa, o'sha narsani amalga oshira olmaysizlar.
Birinchi navbatda mana shu. Endi buni qanday qilamiz desanglar, biz o'sha paytlari deylik masalan bundan 8-9 yil avval nashriyotlar bor, Pearson nashriyoti bor, Cambridge'da o'zini nashriyoti bor. Endi ingliz tilini o'rgatadigan demoqchiman. O'sha ingliz tilini o'rgatadigan nashriyotlarning kitoblari bor, butun bir tizimi bor o'ziga yarasha. Hozirgi zamonda endi biz bilishimiz bo'yicha dashbordlari kerak bo'lsa applarigacha chiqib ketganda o'sha kitoblarni o'rganish bo'yicha. Ularning ichidan eng yaxshilarini sizlar tanlab olsanglar, ularning ham o'zining reytingi bor. Butun dunyoda o'rganiladigan. Endi bitta ingliz tili bo'yicha aytayman, balkim ingliz tili sizlarda asosiy-ku, menimcha. Biz endi shunaqa yo'ldan o'tganmiz. O'sha vaqtlarda biz kitoblarni tanlash uchun rosa ko'p tadqiqot qilib, zo'rg'a bir yaxshi kitobni topib va uni bilmayman har 3 yildami, 4 yilda yangilanadi. Yangilangan versiyasini ham olib, uni yanada yangilanganini ishlatib ketaveramiz. Chunki mavzular ichidagi juda ko'p narsalar yangilanib boraveradi-da. Ingliz tilida nimalar bor, matnlar bor, boshqalar bor. Bular zeriktirmaydi odamni, yangilanib boraversa. Yaqindagi voqealar haqida gapirilaversa. Xullas shunaqa. Birinchi navbatda akademik tomonda standartga olib kelishlaring kerak deb o'ylayman. Agar faqat o'zlaring dars o'tmasanglar-da, menimcha o'quv markazi bo'lsa, kamida 2 va undan ko'p o'qituvchi ishlaydi-da, shunda to'g'rimi? Shunaqa standart bo'lishi kerak. Endi bitta o'qituvchi bo'lsa ham bo'lishi kerak deb o'ylayman, agar kelajakda o'sish niyati bo'lsa. Agar o'sish niyati bo'lmasa, u menimcha to'g'ri bo'lmaydi. O'sish kerak. Xo'p, bundan tashqari boshqa, misol uchun mana bizda servis standartlari bor, moliya, ya'ni pul yig'ish bo'yicha standartlar bor. Bular hammasi yozib chiqilganda, buni avtomatlashtiruvchilar kelib sizlarga mana shunaqa deb o'rgatishi mumkin. Qanaqa pul yig'ilsa, nima deb kirgiziladi, nima deb yoziladi deyishi mumkin, lekin agar buni standarti sizlarda yo'q bo'lsa, qanaqa qilish tartibi bo'lmasa, ularni hech qanaqa sizlarga foydasi tegmaydi. Ya'ni avtomatlashtirish sizlarni standartlashtirib qo'ymaydi demoqchiman-da. Juda ko'pchilik mana shunda adashadi. Chunki aytadiki, birorta bir avtomatlashtiradigan qanaqadir programmani qo'ysam deydi, zo'r bo'lib ketadi deydi, lekin uni qo'ygani bilan standartlashib qolmaydi, faqat qiyinchilikni ko'paytiradi u. Qiyin bo'lib ketadi. Keyin esa ishlatgisi kelmay qoladi. Avtomatlashtirganda ham foydasi bo'lmay qoladi, xullas. Demak, birinchi navbatda standartlar ekan. Ya'ni standartlar bizning tizimga olib kelar ekan. Undan ham avval qilinadigan ish bor, o'zi aslida org struktura chizilishi kerak sizlarda. Men tizim haqida gaplashyapmiz-ku. Ya'ni ko'p bitta filialdan juda ko'p filialga o'tkazish uchun birinchi navbatda org struktura bo'ladi. Ya'ni kim direktor tepada tursa, undan keyingi butun bir jamoani har bitta a'zosini pozitsiyasi qaysi bir kimga bo'ysunadi, kim balandroqda, kim pastroqda turadi, vertikal hamda gorizontal shaklda nimasi bo'lishi kerak, boshqaruvning strukturasi bo'lishi kerak. Mana shu muhim. Undan tashqari hozir aytganimdek, standartlar juda muhim. Standartlarni kerak bo'lsa yozib chiqish kerak bo'ladi, har bitta nuqtasigacha. Uni mukammali bo'lmaydi, ya'ni mukammal perfekt qilib zo'r qilaman deb o'ylaysizlar, unaqa narsa bo'lmaydi. Har doim o'zlaringga mos bo'ladi. Ya'ni hozirgi darajalaring qanaqa bo'lsa, sizlarning standartlaring ham xuddi shunday bo'ladi. Lekin bu har doim o'zgarib boradi. Masalan, bizlar ham hozir ham har yili yangilaymiz. Har yili. Har o'quv yilida yangilaymiz. Har doim qarab turamiz, qaysidir joyini o'zgartiramiz, yangilaymiz, qo'shamiz, olib tashlaymiz. Standartlar doim o'zgarib boraveradi. Bu qotib qolgan emas demoqchiman-da, ya'ni dogma bo'lib qolmaydi. Ya'ni muzladi, tamom, boshqa o'zgartirilmaydi, deyilmaydi, doim o'zgarib boradi. O'shaning uchun siz birinchi navbatda mana qaranglar, bizda asosiy ishlaydigani birinchisi hozir aytganimdek akademik standartlar, ya'ni nimani o'qitadigan bo'lsak, uni standartlari. Undan keyingisi servis, ya'ni xizmat ko'rsatish standartlari bor. Keyin marketing va sotuv standartlari bor. Ya'ni marketingda nimalar asosiy deb ko'riladi. Marketingda o'zining strategiyasi bor. Biz asosiy auditoriya deb kimlarni ko'ramiz? Ya'ni asosiy auditoriya farq qiladi. Kimlardir faqat studentlarni asosiy auditoriya deb ko'radi. Masalan, agar bozorga qarasanglar, bozorda juda ko'p o'quv markazlari bor. O'zlarini bozorlarini aniq belgilab olganda, auditoriyalarini aniq belgilab olgan, kim nimaga fokus qiladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha degan narsa ishlamaydi lekin.
Unaqa narsa bo'lsa sizlarda noto'g'ri bo'lib qoladi. Sizlar yo mana bizani o'zimizda yo studentlarga universitet yaqinroq bo'lsa, ularga fokus qilasizlar. Yoki maktablar atrofda ko'proq bo'lsa, maktablarga, o'quvchilarga ko'proq fokus qilasizlar. O'quvchilarni o'zini ham bo'lib olsanglar bo'ladi. Boshlang'ich kichik sinfdagi o'quvchilarga, o'rta sinf 5-8-sinflarga, keyin yuqori 9, 10, 11-sinflarga qilsanglar bo'ladi. Nimaga? Chunki farq qiladi bu narsa ichkarida. 9, 10, 11-sinflar o'zlarini abituriyent deb hisoblaydi va ularga alohida boshqacharoq yondashish kerak bo'ladi. O'rta sinflarda ham umuman boshqacha qarash kerak bo'ladi. Xullas, akademik tomondan shunaqa servisni aytdim sizlarga. Servis bizda juda muhim. Masalan, mana sizlar agar viloyatda yoki tumanlarda ochmoqchi bo'lsanglar, servisni yaxshilasanglar juda zo'r bo'ladi. Bu servis nima degani desanglar, bu choy qo'yib berish emas. U darajaga chiqsanglar ham zo'r, lekin kelganda har bir odamga choy qo'yib, kofe berib kutib olish ham bu servisga kiradi-da. Lekin eng muhimi ota-ona bilan ota-ona, qaranglar, tomonlar bor, ota-ona bor, o'quvchi bor, ustoz bor, o'quv markazi bor. Mana shu tomonlarni to'liq bir-birini qamrab oladigan bir tizim qilib, uni kommunikatsiyasini chiroyli tashkillashtirishlaring kerak bo'ladi. Ya'ni biror bir o'quvchi qanaqadir muammo bo'lib qolsa, deylik, kimga borish kerakligini, kim uni hal qilish kerakligini bilish kerak va o'sha muammoni aytganida birdan reaksiya bo'lish kerak-da. Odatda ko'p o'quv markazlarida mana shu reaksiya bo'lmaydi. O'shaning orqasidan o'quvchi yo'qotiladi. Ya'ni ketib qoladi, xullas. Servis juda muhim, akademik tomon juda muhim, hozir aytgandek. Moliya ham sizlar uchun juda muhim. Moliya standartlari ham bor bizda. Ya'ni pulni qachon, qaysi vaqtda, qanday olinadi degan savolga javob berish kerak-da. Nimaga desanglar, o'quv to'lovlari agar vaqtida yetib kelmasa, siz oylik bera olmaysiz, arendalarni to'la olmaysizlar, o'sa olmaysizlar, rivojlana olmaysizlar. Nimaga? Chunki hamma narsa baribir biz bu sohani biznes deb ko'ryapmizmi? Daromadga bog'liq joyi bor. Agar biz daromad qiladigan bo'lsak, o'samiz, rivojlanamiz, reinvestitsiya qilib, tepaga qarab sekin-sekin organik holatda chiqib ketaveramiz. Xo'sh, yana mana shunaqa. Keyin eng oxirida qilinadigan narsa bu biznes jarayonlari haqida. Endi bu yerda muammolar haqida aytilyapti. Biz keyin yechimini ham ko'ramiz. Bu yerda eng katta muammo biznes jarayonlarining tartibga solinmaganligi degani, bu nima degani desanglar, mana bizda nima deb ko'riladi? Ana 6,5 million o'quvchi bor O'zbekistonda, maktab o'quvchilari, 1,5 million student bor. Bu 8 million degani. Mana shu 8 milliondan biz o'zimizning segmentimizni alohida ajratib olib, uni sonini aniqlab, u yerda o'zimizning o'quv markazimiz joylashgan joydagi radius bo'yicha nechta maktab borligi, qancha aholi yashashi, o'sha aholi necha foizi yosh ekanligini va bizani segmentimizga qanchasi to'g'ri kelishini ham hisoblab chiqishimiz kerak. To'lov qobiliyatlarigacha ko'rib chiqishimiz kerak va bularni misol uchun agar o'quv markazlariga jalb qilinmaganini qanchaligiga qarab, ularga mana biz nimadan boshlaymiz? G'oya berishdan boshlaymiz. O'qish g'oyasini berish kerak. Agar o'qish g'oyasini kim bersa, deylik, o'quv markazi unga shu g'oyani bersa, o'quv markaziga keladi degan. Yoki siz bersangiz, sizga o'qish uchun keladi degani-da bu. O'qish g'oyasi, agar o'qish g'oyasi bor bo'lgan odam nima qiladi desanglar, u o'zini chek-listidagi o'quv markazlariga yoki viloyatlarda bo'lsa shaxslarga boradi. Har doim odamning miyasida bir 3 ta yoki 4 ta anaqa bo'ladi. Nima deydi? Chek-listida o'quv markazi turadi. Undan u qatorga kirish juda qiyin-da. Masalan, yaqinda mana ko'mak loyihasi ham ko'chaga chiqib o'quvchilardan so'raldi-ku, qaysi o'quv markazini bilasiz deganda. Menimcha u yerda bir 4 ta 5 tasi juda ko'p sanaldi-da. Bekorga emas-da bu, chunki ularni o'qish g'oyasini ular bermagan bo'lsa ham, ularda o'qish g'oyasi bor bo'lsa ham, ularni chek-listida shu 4 ta 5 ta o'quv markazi turadi. Undan boshqasi turmaydi. Bu 4 ta 5 ta o'quv markazi chek-listiga kirishlaring uchun uzoq yil kerak. Juda ko'p vaqt talab qilinadi va katta marketing kerak bo'ladi-da. Buning uchun sizlarda hozir imkoniyat bo'lmasligi mumkin, lekin eng asosiysi masalan mana bizani qilgan ishimiz o'sha vaqtda maktablarga kirib, sinflarga kirib, har bir sinflar uchun bir 5 minutlik yoki 3 minutlik nutq bo'ladi-yu, notiqlar gapiradigan. Shuni yozib,
uni kirish qismi, asosiy qismi, xulosasi, xullas shu 3 yoki 5 minut ichida siz o'sha sinfda yondirib ketishingiz kerak-da. Ya'ni ularni o'qishga bo'lgan qiziqishini olovlantirib ketishingiz kerak. O'qish g'oyasini bersangiz, ular keyin sizni o'zi qidirib keladi. Biz shunaqa uslubni qo'llaganmiz. Chunki bizda o'sha boshlanish nuqtasida o'sha chek-listda bizlar ham bo'lmaganmiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak desanglar, sizlardan juda ko'p yaxshi narsalar talab qilinadi. Notiq bo'lishlaring kerak yoki o'qituvchilaringning orasida notiqlari bordir masalan. Ya'ni o'qishga qiziqtirish bu birinchi boshidagi biznes jarayon hisoblanadi. Boshida. Undan keyin nima bo'ladi? O'qishga qiziqadi. Qiziqqandan keyin mana kelaveradi. Sekin-sekin kelaveradi. Ya'ni u sizga telefon qiladi. Telefon qilganda kimgadir tushish kerak yoki o'zi yurib keladi. Yurib kelganda, eshikdan kirib kelganda uni kimdir kutib olish kerak. Qaranglar, hamma narsa mayda-mayda narsalardan boshlanadi-da. Telefon ko'tarilmasa, eshikdan kelgan vaqtida esa u kutib olinmasa, masalan, demoqchiman. Keyin u o'rtada 10 ta odam desak, 100% desak, qanchadir nimani yo'qotaverasizlar. Mijoz yo'qotaverasizlar-da. Ya'ni har bir nuqtada qanchadir mijoz yo'qotadigan bo'lsanglar, oxirida kelganda sizlarga juda ham kam odam qoladi. Juda ham kam odam qoladi. O'shaning uchun mayda narsalar, bilsanglar, puzzlda shunaqaki mayda narsalardan kartinalar hosil bo'ladi-yu. Xuddi o'shanaqangi mayda narsalarni sizlar yig'a olishlaring kerak. O'zi menimcha faqat ta'limda emas, hamma sohalarda shunaqa mayda-mayda detallar birlashadi-da, bir butun hosil bo'ladi-da. Biz esa mana shu mayda narsalarga ko'p ham e'tibor bermaymiz odatda. Bu esa bizda xatoyimiz bo'ladi. Xo'p, demak, biznes jarayonlarini tartibga solish juda muhim. Buni aytdik. Kuchli o'qituvchilarni topish, tayyorlash, ushlab qolish tizimi bu ham juda muhim. Chunki agar siz o'quv markazi ochmoqchi bo'lsangiz, mana shu joyda juda katta masalalar paydo bo'laveradi. Ya'ni yaxshi o'qituvchilarni topsanglar, ular sizlarda ishlagingiz kelmaydi. Ya'ni ishlagingiz kelishi mumkin, ko'proq pul berishlaring kerak. Masalan, biz hozir 25 yoki 30% to'lovdan ajratib beramiz-da. Sizlar 50 yoki 60% berishlaring mumkin. Biz Chirchiqda ham 30% beramiz oylik. Qibrayda ham 30% beramiz. Yoki 25% beramiz. Bizga ishlash uchun kelaveradi. Chunki bizga ishonadi. Chunki 12 yillik bizning tajribamiz bor-da. Lekin sizlarda bunaqa narsa bo'lmasa nima qilishlaring kerak degan so'z bor. Uni ham sizlarga aytib ketaman. Xo'p, marketing tizimi haqida aytdik yoki moliyaviy boshqaruvni aytdik, standartlashtirish haqida aytdik sizlar bilan. Endi mana bu yechimlar haqida bir ovoz aytib o'taman sizlarga. Mana shu yechimlarni qilsanglar, to'g'ri, bu tez bo'lmaydi, tez bo'ladi deb o'ylasanglar xato bo'ladi, lekin sekin-sekin bo'ladi. Eng muhimi, sizlar bitta narsani tushunishlaring kerak. Men bu boshida aytdim-ku, perfekt narsani kutmanglar, ya'ni zo'r narsa bo'ladi deb o'ylamanglar. Hammasi sizlarga darajalaringga yarasha bo'ladi, sekin-sekin o'sadi. Mana shunga rozi bo'lishlaring, sabr qilishlaring kerak. Ko'pchilik sabrni bilmaydi, tez bo'lsin, tezroq sodir bo'lsin deydi-da, keyin adashadi, xato qiladi. Xo'p, boshqaruvni to'liq tizimlashtirish uchun yuqorida aytilgandek standartlar kerak bo'ladi bizga. ERP bazalar kerak bo'ladi. Keyin proseslarda, ya'ni o'sha jarayonlarda, biznes jarayonlarini to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Masalan, biz o'zim qo'lim bilan A3 formatdagi katta qog'ozni olib, yozib, yopishtirib, biznes jarayonlarida boshdan oxirigacha, ya'ni to keladi-yu, mana biznes o'qish g'oyasi paydo bo'lishidan to oxirida bitirib ketguncha oraliqda juda ham ko'p joylar bor-da, undan o'tadi. Hamma o'tadi. Mana shu jarayonlarni birma-bir ko'rib chiqishlaring kerak. Sizlar qaysi joydadir qo'shilib qolishlaring mumkin, lekin biznes jarayoni shu boshida o'qish g'oyasini paydo bo'lishidan boshlanadi. Masalan, turib ingliz tilini o'rganish g'oyasi unda paydo bo'lib qoladi-yu, yoki IELTS olish, yoki chet elda o'qish, yoki Westminsterga kirish g'oyasini u yo ota-onasidan oladi, yoki o'rtog'idan oladi, yoki reklamadan oladi, yoki xullas qaysidir joy unga ta'sir qiladi. Agar yuqorida men aytganimdek sinfxonaga kirib bu g'oyani sizlardan olsa, bu g'oyani egasi bo'lgan sizlarga boradi bu. Birinchi navbatda sizlarga boradi. Faqat u yerda muammo nima bo'ladi? Endi ularni olib qolib o'qita olish g'oyasi bo'ladi-da. Agar ularni o'qita olmasanglar nima bo'ladi? Ketib qoladi, boshqa o'qituvchiga boradi. Lekin sizlar ko'zini ochgan sizlar bo'lasizlar lekin.
Shunaqa bo'ladi-yu, boshida agar deylik umuman ingliz tilini bilmagan bola kelsa, beginner bilan elementaryda bitta o'quv markazida bitta joyda o'qiydi, ko'zi ochiladi, nima ekanligini tushunadi-da, keyin undan tepadagi уровеньlarni boshqa joyda o'qiydi. Kuzatganmisizlar? Ko'pincha shunaqa bo'ladi odatda-da. Mana shu joyda sizlar ushlab qola olmaganliklaringni bildirib qo'yadi. Ya'ni tepadagi darajaga chiqqanda aqlli bo'ladi-ku, o'zi ingliz tilini ancha-muncha bilib qolganda, o'sha paytda unga boshqacha munosabat bildirish kerakligini biz bilmaymizda, ularni yo'qotib qo'yishimizga olib keladi. Ya'ni bularning hammasi nimada ko'rinadi desanglar, to'liq jarayonlarni ko'rib chiqsanglar, bu narsalar ko'rinadi. Kartada bu. Bularni sizlar ko'rib chiqishlaring kerak, yozib chiqishlaring kerak asosiysi, erinmasdan. Keyin o'qituvchilarning tizimini yaratish dedik. O'qituvchilarning tizimini yaratish bu juda muhim. Misol uchun bu yerda o'quv markazi ochmoqchi bo'lganlarda hammasi qaysidir sohada o'qituvchi-yu. Shunaqami yoki unaqa emasmi? Shunaqa. Menimcha hamma o'qituvchi bo'ladi. Deylik, endi bu yerda ko'mak loyihasi bo'lsa, ingliz tili o'qituvchisi bo'ladi, to'g'rimi? Sizlarda yaxshi shogirdlar bor. Masalan, men o'zim ham tarixdan dars berganman, o'zim ham repetitorman. O'qituvchi bo'lib dars berganimda o'zim ko'rardim, sharoitida muammosi bor, o'qishga qiynaladi, pul yetmaydi. O'shalarni bepul o'qitardim-da, faqat ularga shart qo'yardim, menga yordam berasiz. Odatda o'sha o'quvchilar yaxshi o'qiydi. Chunki ularda ehtiyoj bor-da. Ularda esa biz sekin-sekin, masalan, bizda hozir ham ishlashadi, filiallarni boshqaradi ular. Ular juda harakatchan bo'ladi, mehnatkash bo'ladi. Endi shunaqa shogirdlarni tanlab olasizlar-da, keyin ulardan o'qituvchilar tayyorlaysizlar. O'zlaringni darslaringda qaysidir chaslarini, ya'ni qaysidir qismlarini beradigan va ular o'ta oladigan o'qituvchi tayyorlasanglar, masalan, men to'liqligicha o'zimni shogirdlarimga o'tkazib o'rganman hamma naqamni, dars beradigan joylarimni. Ya'ni sizlar ham bemalol sekin-sekin shunaqa inkubator vazifasini o'zlaring bajarib berishlaring kerak-da. Agar sizlar o'zlaring shunaqa ingliz tilini o'rganaman degan bola keldi, to'g'ri, uzoqroq vaqt ketadi, lekin samarali bo'ladi. Unga sizlar o'zlaring qanaqa dars berishni o'rgatsanglar, keyin birinchi ingliz tilini o'rgatsanglar, keyin qanaqa dars berishni o'rgatsanglar, keyin unga vazifa bersanglar, keyin kerak bo'lsa o'qishlariga pul olmasdan, IELTS bo'lsa topshirish kerak bo'lsa u joylarda pullarini to'lab bersanglar, bunaqa o'qituvchini tayyorlasanglar, o'zi sizlarning ichlaringdan chiqib keladi-yu, sizlarning qadriyatlaringga mos bo'ladi. Bu o'qituvchini keyin uncha-munchasi sotib olib keta olmaydi. Yoki o'zi ham ketishga agar vijdonli bo'ladigan bo'lsa, keta olmaydi. Chunki uni sizlar kashf qildinglar, sizlar yetishtirdinglar. Bunaqa o'qituvchi sizlarga uzoqroq vaqt ishlab beradi. Men shunaqa deb tushunaman. Bizda bunaqa inkubatsiyamiz bor-da o'zimizda, ya'ni o'qituvchilarni tayyorlaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Xullas, o'quvchilarning orasidanmi, o'qituvchilarning orasidanmi juda yaxshi qo'llab-quvvatlov tizimi bor. Bu narsani biz boshida hozir men aytganimdek variantda qilganmiz. Menimcha sizlar ham bemalol qila olasizlar. Sizlarning o'quvchilaring orasida ham shunaqa yaxshi o'quvchilar bor. Ularni tayyorlasanglar bo'ladi. Yaxshi o'qituvchilarga aylantirib. Va sekin-sekinlik bilan bu narsa ko'payib boraveradi. Xo'p, marketing bo'yicha hozir ayni paytda sizlarda marketing yoki reklama bo'yicha ko'p pul bo'lmaydi. Uni osonroq versiyasi men sizlarga o'rgataman. Bittasi mana masalan biz misol uchun mana Qibray deylik, Qibray degan tumanni olaylik. Bitta tuman haqida olsak, bitta hudud bo'yicha, Toshkentda ham shunaqa tuman bo'yicha olamiz biz odatda. U yerda rayonning mudiri bor. Rayonning mudiri butun tumandagi maktablarga qaraydi. To'g'rimi? Masalan, deylik bir tumanda 30 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, o'sha 30 ta maktabda har bittasida 4 tadan ingliz tili o'qituvchisi ishlasa, 120 ta ingliz tili o'qituvchisi bo'ladi, to'g'rimi? 120 ta ingliz tili o'qituvchisi bo'lsa, masalan, biz shunaqa narsalarni tashkillashtirganmiz. O'sha o'qituvchilarni bizlar IELTS ga yoki sifir hozir olish majburiy bo'lib qoldi-ku, o'sha narsalarga tayyorlaganmiz, bepul tayyorlaganmiz. Buning uchun esa rayonidan ruxsat olganmiz. Rayonaga borib, biz shunaqa g'oyamiz bor, shunaqa ish qilmoqchimiz desak, yo'q demaydi odatda, chunki biz pul so'ramayapmiz. Faqat ulardan biz dostуп so'rayapmiz, maktablariga dostуп so'raymiz. Ya'ni
hamma narsa muzokaraga bog'liqda, kelishuvga bog'liq. Chiroyli taklif bersanglar, ular ham menimcha yo'q demaydi. Bizga hech qachon yo'q demagan, chunki biz har doim qaysidir ishni ularga bajarib beramiz. Ya'ni ular o'qituvchilarni o'qitib beramiz, nimalargadir tayyorlab beramiz. Ular buni hisobiga bizga qanaqadir olimpiadalar yoki qanaqadir tanlovlar, nimadirlar o'tkazamiz, maktabga bizga dostуп beradi. Ya'ni maktabga kirish huquqini beradi. Biz maktabga faqatgina 3 minutgina vaqt yoki 5 minutgina vaqt olamiz. Shundoq kiramiz. O'sha 3 minut ichida butun bir sinfni yondiradigan shaklda tushuntiramiz. Flyerlarimiz bo'lsa, flyerlarimiz tarqatamiz, chiqib ketamiz. Faqat bitta joyda shu yerda e'tibor berishlaring kerak. Men o'zimdagi mana shu ishni qiladiganlarga ham ko'p marta aytaman. Bir sinfda 30 ta bola o'qiydigan bo'lsa, agar sizlar faqatgina kirib ma'lumot berib chiqib ketsanglar, ishlamaydi bu narsa. Nimaga ishlamaydi? Chunki 30 ta boladan o'zi 3 ta 4 tasi yaxshi o'qiydigan bo'ladi. Yaxshi o'qiydigan 3 ta 4 tasi o'zi shundoq ham repetitorga borayotgan bo'ladi. Ularga sizlar kerak emassizlar. Qolgan 20-25 ta bola esa o'zi uyiga flyer ko'tarib borib, ota-onasiga menga ingliz tilini o'rgating deyishi juda qiyin bir masala. Chunki ular ish yoqmasligi uchun o'rganmayapti-da o'zi. O'ziga bunaqa yuk olmaydi-da o'quvchilar. Ya'ni borib ota-onasiga meni o'qiting deya olmaydi yoki unaqa narsani aytsa, o'zlarini mantig'iga zid bo'lib qoladi. To'g'ri, ota-onasi ularni xohlashi mumkin, lekin bolani o'zi borib meni o'qiting demaydi-da ular. Mana shu narsani sizlar ham to'g'ri tushunishlaring kerak. Agarda sizlar u yerga kirib, ularni qiziqtirib, o'qishga qiziqishni uyg'ota olmasanglar, uyga borib ota-onasiga men o'qiting demaydi. Tushuntira olayman. Sizlar shunaqa darajada qiziqtira olishlaring kerakki, u jonini qiynab o'qishga tayyor bo'lish kerak edi, uyga borish kerak edi. Mana flyer berib ketdi. Men boraman o'qishga deya olish kerak. Ya'ni buni deya olishi uchun sizlar unga ta'sir o'tkaza olishlaring kerak. Shunaqa yaxshi fikr bera olishlaring kerak. Marketingning eng soddasi shunaqa bo'ladi. Buning uchun pul sarflanmaydi. Buning uchun faqat vaqt sarflanadi. Tayyorgarlik ko'riladi, tayyorgarlik ko'rish kerak. Endi flyerlar zo'r narsa, flyer olib borishlaring kerak. Shunchaki qiziqtirib chiqib ketsanglar ham bo'lmaydi. Flyer bilan berib chiqib ketsanglar yana ham zo'r bo'ladi. Faqat bu aytganimizdek jiddiyroq tayyorlanish kerak. Ya'ni nutq bo'lsa o'sha 3, masalan bizlar 3 minutlik yoki 5 minutlik nutqlarni oldindan yozib olib, men bu o'zimizning o'quvchilarimiz yoki o'zimizning o'qituvchilarimizga gapirib berib, ular qiziqadimi, o'zi qaysidir joylarda xato so'zlar yo'qmikin degan narsalarni ham bilib olib, ana undan keyin boriladi-da, tushuntira olayotgan bo'lsa. Ya'ni shunchaki bormanglar deyapman, shunchaki borsanglar ta'sir qila olmaysizlar, keyin men aytgan narsalarda ishlamas ekan deb o'ylaysizlar. Shunchaki berib, shuni chiqib ketadiganlar ham ko'p, hozir ham bu qoidani ishlatadi ko'pchilik. Ishlatadi, agar sizlar ham ishlatgan bo'lsanglar kerak balkim. Lekin bu aytganimizdek hodisa bo'ladi. O'qishni yoqmaydigan bolaga boradi-da, unga yoqmaydi, uni flyer qayergadir tashab ketib qoladi. Xo'p, moliya bo'yicha ham aytdim sizlarga, moliya juda ham muhim qism. Pul bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Pul bo'lmasa miya ham ishlamaydi. Bu ustozlarim shunaqa degan. Bu juda ham muhim joyi. Ko'pincha qiynalasizlar sizlar. Nimaga? Chunki to'lovlarni vaqtida bermaydi. O'ylaysizlarki, ota-onasi shuning uchun pul bera olmayapti deb o'ylaysizlar. Biz o'qituvchimiz-ku, ko'nglimiz bo'shda, shunaqa tushunamiz. Lekin biz qanchalik mehnat qilyapmiz, qancha vaqtimiz ketkazyapmiz, qancha asablarimizni charchatib qo'yadi. Lekin buning uchun esa kerak bo'lsa oldindan to'lab qo'yish kerak bo'ladi. O'zi aslida shunaqa. Lekin biz kechiktirsa ham namaymiz, qadrimizni bilmaymiz deylik, shunaqa desak to'g'riroq bo'ladi. Qadrimizni bilmaymizda o'zimizga mana shunaqangi muammolarni olib kelamiz. Lekin agar mana shu narsada sal qat'iyatliroq bo'lib turadigan bo'lsanglar, sizlarga yaxshi bo'ladi. Chunki bizda mana shu joyda to'g'ri, ba'zi joyda tushunadigan nuqtalarimiz ham bo'ladi. Lekin ko'pincha qat'iyatliroq bo'lamiz va buning hisobiga o'qituvchilarga vaqtida oylik bera olamiz, arendalarni vaqtida uza olamiz. O'sish kerak bo'lgan joyda reinvestitsiya qilib keyingi bosqichga chiqishga imkoniyat topa olamiz. Juda ham muhim lekin moliya qismi. Xo'p, servis va mijoz tajribasini standartlashtirish degani bu o'sha. Mana 1 yil davomida biz doimiy ketganlarni o'rganamiz. Nima uchun ketyapti? Ya'ni
deylik, yuqorida aytganimdek beginner o'qiydi, elementary o'qiydida, keyin ketib qoladi. Boshqa o'qituvchiga ketyapti-da ular. Tashab qo'ymayapti ular, boshqa o'qituvchiga ketyapti. Mana shu joyda nima uchun ketyapti? Bizadan qaysi joyimizdan norozi bo'lib ketayotganini biz bilishimiz kerak-da. Bu tajribasi bo'ladi, ularning tajribasi. Ularga sizlar mana bunaqa deb bersanglar bo'ladi. Mayli, menda o'qimasang roziman, faqat meni aybimni, kamchiligimni aytib ketishing kerak. Ya'ni nima yoqmadiki ketding desanglar, telefonda so'rasanglar ko'pincha rostini aytadi. Qo'rqmasdan to'g'risini aytadi. Bu ma'lumotlarni yig'sanglar, sizlar kamchiliklarni to'g'rilaysizlar. Demak, qanaqadir kamchiliklaring bordir, o'sha narsalarni to'g'rilab ketaversanglar zo'r bo'ladi. Nimaga desanglar, mana biz ko'p o'rganganmiz, ko'p tajribadan bilamizki, masalan, zo'r sharoit hech narsani bildirmaydi. Mana ota-ona pul to'laydi, o'quv markazlarida asosan ota-ona uchun sharoit umuman qiziq emas. Ota-ona uchun bor, yerda o'tirib o'qimaydimi bolasi? Natijaga erishish kerak uning uchun. Natijaga erishish kerak. Natija esa faqat biz o'ylaganimizdek o'sha IELTS yoki SEFR yoki qanaqadir sertifikat olganda emas, har oyda ko'rinish kerak. yoki har qanchadir vaqtda ko'rinish kerak edi ota-onaga. Agar sizlar bu narsani ko'rsatib bera olsanglar, asosiy gapni baribir ota-ona aytadi. Keyin ota-ona bilan birga doimiy sizlar ishlashlaring kerak. Men servis haqida aytdik-ku. Bizda servis menejerlarimiz bor, bular o'rtalig'ida turadi. O'qituvchi bilan ko'p o'quvchini bog'latmaydi. Ya'ni sizlar ko'pincha o'zlaring o'qituvchi bo'lib, o'quvchi bilan juda yaqin bo'lib, kerak bo'lsa to'lovlarni ham o'zlaring olib ishlagansizlarda, o'quv markazi ochganlaringdan keyin ham xuddi shunaqa shaklda olgan ustozlaringga ko'chirasizlarda. Ya'ni u o'zi ota-ona bilan gaplashadi, to'lovni ham o'zi yig'adi kerak bo'lsa, xullas hamma masalani o'zi yechadi-da. Keyin bir kuni o'ylab qoladi u. To'xta deydi, men deydi, nimaga bu yerda ishlab yuribman deydi. Keyin ko'chani nargi tomonidan bitta xonani ijaraga oladi-da, sizlardan uzr deydi-da, sizlar bilan biz birga yiqqan o'sha qiynalib yig'ilgan bolalarni oladi-da, shundoq sizlardan chiqib ketadi. Bo'ladimi? Shunaqa narsalarni ko'rgansizlar-ku. Ko'p narsa, ko'p bo'ladi bunaqa narsalar. Bu hammasi nimadan bog'liq? Sizning boshidagi xatoingizga bog'liq bu. Ya'ni biz o'sha narsaga yo'l qo'yib qo'yganmiz, xato bizdan o'tgan. Bizni shunaqalarni ko'rsam, non ko'r ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deb o'shani yomonlaydi-da, lekin aslida o'zida muammo bo'lib, o'shanga yo'l qo'yib qo'yganda boshida. Nima qilish kerak desanglar, o'qituvchi o'zini darsini o'tsin, boshqa narsaga aralashmasin. Na ota-ona bilan gaplashsin, na to'lovlari bilan ishlasin, na uni keldi-ketisi bilan shug'ullansin. O'qituvchi keldi, unga zo'r sharoiti bor, deylik doskasi bor, meli bor yoki plomasteri bor, unga kitoblari kerak bo'lsa, misol uchun qog'ozlarigacha chiqarib beringlar. U hech narsaga bunaqa bo'lmasin, qiyinchilik ko'rmasin, kesin zo'r darsini o'tsin, ketaversin. Qolgan ishlarni hammasini bu yerdagi menejerlar qilishi kerak. Ishoninglar, bu yoqdagi menejerlarga sizlar 3-4 million oylik berasizlar-ku, ular 10 martalab o'zini oqlaydi. Chunki bittagina o'qituvchi sizlardan bu aytganimizdek holatda ketib qolib, sizlarga qanchalik ziyon beradigan bo'lsa, undan ko'ra undan tushadigan pulni bu yoqda menejerlarga berganlaring yaxshiroq-da. Ko'pincha biz qizg'onchiqlik deymiz endi qo'shniroqchida. Pulni ayashimiz yoki qayerga ishlatishda qiynalishimiz sabab shunaqangi muammolarga olib keladi-da. O'quv markazida juda ko'p ko'riladigan narsa bu. O'shaning uchun hushyorroq bo'lishlaring kerak. Buning uchun nima qilasizlar? Servis menejerlar deymiz, ya'ni ota-ona bilan o'quvchini va o'quv markazida bog'lab beradigan odamlarni qo'yiladi. Ular asosan ishlanadi. Moliya menejerlar o'zining ishini qiladi. Ular to'lov bilan shug'ullanadi. Masalan, biz yangi mana Qibrayda filial ochgan bo'lsak, Qibrayda 4 ta odam asosiy rolda bo'ladi har doim. Birinchisi direktor bo'ladi, ya'ni filial direktori, servis menejer bo'ladi, sotuv menejeri bo'ladi, moliya menejeri bo'ladi. Bizning komandamiz 4 ta kishidan iborat bo'ladi. Yangi ochilgan filialda. Bu 300 tagacha shunaqa bo'ladi. 300 ta o'quvchi yig'ilgandan keyin to 500 tagacha keyin yana uni yoniga qo'shimcha odam qo'shilib ketaveradi. Masalan, bizani 3000 ta bola o'qiydigan filialimiz ham bor. 3000 ta bola o'qiydigan filialimiz full hamma narsa bo'ladi. Ya'ni hamma jamoa bo'ladi u yerda. U yerda o'zining HR ham bo'ladi. U yerda o'zini
buxgalteri ham bo'ladi. Ya'ni sizlar bir firmada kim bo'lishi mumkinligini bilsanglar, o'sha filialda hamma bor degani bu. Ya'ni ular 3000 ta o'quvchiga bu arziydi deganida. Lekin sizda agar o'quv markazi kichikroq bo'ladigan bo'lsa, unaqa ko'p odam shart emas degani. Masalan, biz boshida filial direktori, keyin servis bilan sotuvni bitta odam qilgan, moliyani bitta odam qilgan, shunda 3 ta odam bilan qilganmiz. Mana bitta filial uchun yoki bitta o'quv markazi uchun 3 ta odam asosan yetadi deb o'ylaganmiz. Lekin bitta lider bor-ku bizda, filial direktori. O'shanga juda ko'p fokus beramiz. Agar bu narsa sizlarda o'quv markazi rahbari bo'lsanglar, eng asosiy rolda sizlar bo'lasizlar. Eng asosiy rolda eng ko'p ishni qiladigan filial, ya'ni umuman o'quv markazi kengayguncha hamma narsaga javobgar odam sizlar bo'lasizlar. O'shaning uchun to'liq mas'uliyatni bo'yinga olib, o'sha ishni qilish kerak bo'ladi xullas. Xo'p, marketingning eng soddasini aytdim. Biz juda ham ko'p, agar xabarlaring bo'lsa, hozir ham shu narsani davom ettiramiz, tanlovlar qilamiz juda ko'p. Chunki nimaga tanlovlar qilamiz? Tanlovlarda biz o'zimizni tanitamiz. Eng yaxshi marketing biz uchun agressiv sotuv borda. Menga zo'r joyim, zo'r o'qiysan va yaxshi natijalar ko'rsatasan deyish, bu to'g'ridan to'g'ri sotuvda bu. Agressiv sotuv bo'ladi. Bunda odamlarning miyasi to'g'ri qabul qilmaydi. Ya'ni sal agressiv bo'lgani uchun qabul qilish qiyinroq. Agar siz tanlovlar o'tkazadigan bo'lsanglar, ko'proq tanlovlar bo'lsa, o'shanda sizlarni taniydi-da, deylik masalan ingliz tilidan tanlov o'tkazsanglar, ingliz tili demak zo'r ekan, ingliz tilida yaxshi tanlovlar bo'lyaptimi? Demak, ingliz tili zo'r o'qitilar ekan degan g'oyani miyaga joylashtirasizlar. Odam o'zi keladi o'qish uchun. Sizlar unga biza zo'rmiz, bizada o'qi degan gap aytish shart bo'lmay qoladi-da. Shunda tushuntira olgan bo'lsam agar. Xo'p, shunda keyingisi bizda mana kengayish uchun 3 ta poydevor bo'lishi kerak bo'ladi. Agarda sizlar deylik filiallarning sonini ko'paytirmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda tizim bo'lishi kerak, ya'ni standart bilan ERP baza. Ikkinchisi bu jamoa, ya'ni o'qituvchi, menejment, KPI'lari bor bo'lgan, hamda keyingisi o'quvchilarning oqimini ko'paytiradigan marketing, sotuv hamda CRM tizimlari bo'lishi kerak. Bu narsalar birdan bo'lishi qiyin, ya'ni birdan yuzaga kelishi qiyin. Hozir sizlarning vaziyatlaringda sekin chiqib boriladi. Masalan, boshlanishida hozir aytganimdek 3 ta asosiy odam yetarli. Bittasi sizlar, ya'ni direktor bo'lsanglar, bittasi sotuv bilan servisga qaraydigan menejer bo'ladi, bittasi esa moliyaga qaraydigan menejer bo'ladi. Mana shu 3 ta odam boshlanish nuqtasida bitta o'quv markazida yetadi. Qancha ongacha desanglar, bizlarda mo'ljalimiz, biz o'zimiz 500 tagacha, 500 ta o'quvchigacha shunaqa mo'ljallaymiz. 500 ta o'quvchi o'qish anaqaga borgunicha 3 ta yoki 4 ta odam qo'yamiz, undan orttirmaymiz. Nimaga desanglar, administrativ xarajatlarimiz ko'payib ketaveradi. Chunki administrativ xarajatlar qanchalik oshaversa, ularni har doim to'lashingiz kerak-da. Bu narsani ham biz masalan biroz unaqaga tartibga tushirib qo'ygan joyimiz, bizda shunaqaki o'quvchini sonidan olishadi. Nimani? Oylikni. O'quvchining soni qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik ko'p oladi. Qanchalik o'quvchi kam bo'lsa, shunchalik kam oladi. Fiksal oyligi bor. Fiksal oyligi faqat yo'l kirasi bilan ovqatlanishiga yetsa kerak, juda kam. Lekin asosiy pulni ular nimadan oladi? O'quvchilardan oladi. O'shaning uchun o'quvchilarning soni ko'p bo'lishi va imkon qadar kamroq odam ishlashidan ular ham manfaatdor. Chunki masalan 500 ta o'quvchi uchun biz agar deylik 20 mingdan 10 million so'm oylik ajratadigan bo'lsak, 3 ta odamni 3,5 milliondan bo'lib oladigan bo'lsa, to'xta shuni 3 ta emas, 2 ta odam hammasini qilaylikda 5 milliondan 10 millionni bo'lishib olaylik deyish mumkin-da. Ya'ni imkon qadar bu ko'proq ishni qilishga olib keladi-da. Ya'ni sizlar ertaga ko'p odamni ishga olib tashlasanglar va to'g'ri KPI belgilab bermasanglar, ular bittasi bu yoqda, bittasi bu yoqda, bittasi bu yoqda xuddi ish qilayotganga o'xshab ko'rinadi, lekin aslida qilmayotgan bo'ladi. Chunki uni boshida sizlar tura olmaysizlar-da. Hamma narsa bizning o'quv markazida o'quvchini soniga bog'lab qo'yilgan.
moliya menejeri nechta o'quvchidan to'lov olganiga qarab oylik oladi. Servis menejeri nechta o'quvchiga xizmat qilayotganidan servis anaqasi xizmatini oladi. Sotuvchi nechta sotganiga qarab o'zini oyligini olaveradi. Shunaqa. Hamma narsa o'quvchiga bog'langan. 500 ta o'quvchi bo'lsa yoki 1000 ta qancha ko'p o'quvchi bo'lsa, o'sha filialdagilar shunchalik nima qiladi? Ko'proq pul topaveradi. Ko'proq daromad topaveradi. Bu narsa esa ularga yaxshigina motivatsiya bo'lib boraveradi. O'quvchilar, ustozlar ham shunaqa. Ustozlar ham aytganimdek, har bir o'quvchidan tushadigan to'lovga qarab qolgandan keyin bizda filial direktorlari ham har bir o'quvchidan oylik olishadi. Ya'ni bonusi shunga qarab chiqadi. Fiksal oyligi belgilangan, to'g'ri, lekin fiksal oyligi juda kam bo'ladi doim bizda. Ya'ni bu fiksal oylik nima uchun? Bu ramziy summaga aylanadi. Asosiy pulini bonuslardan topadi ular. Ya'ni o'quvchilarning sonini qanchalik ko'paytirish. Keyin juda ko'p narsalarni o'lchaymiz biz. Nimalarni o'lchaymiz? Misol uchun o'lchash deganda bu mana bunga keladi. Mana bu ERP bazaga keladi. Ya'ni biz Edu tizim degan platformani ishlatamiz. Edu tizimda bizga har kunlik statistikani jo'natadi. Har kunlik statistikada bilmayman bir 20 xil narsa o'lchanadi. Uning ichida aktiv o'quvchilar o'lchanadi, keyin bugun kelganlar o'lchanadi yoki yangi o'quvchilar. Yangi o'quvchi deganda biz nimani tushunamiz? Kelib turibdi, lekin sinov vaqtida hali pul to'lamadi. Pul to'lasa aktivga o'tadi. Keyin aktiv o'quvchidan ketib qolsa alohida ko'riladi. Keyin yangi o'quvchilardan ketib qolsa alohida ko'riladi. Chunki ularga maqomiga qarab ishlaymiz-da biz uni. Har bittasini, demak, masalan, aktiv o'quvchidan ketdi degani, bu degani 1 oy o'qib, kamida 1 oy o'qib ketdi degani. Bunga boshqacharoq munosabat bo'lish kerak bizda. Agar yangi o'quvchidan ketsa, bu degani hali bizga bir so'm pul to'lamadi, sinovga kelgan edi, lekin bizlar uni qila olmadik, rozi qila olmadik, o'shandan ketdi. Unda alohida yondashiladi. Xullas, arxiv degan tushuncha bor. Arxivda hamma joydan ketadigan o'quvchilar tushadi, bitirayotganlar ham tushadi. Ya'ni bitirishi ham mumkin, ya'ni sifr oladi yoki IELTS oladida bizda o'qishni tugatadi. Ular ham arxivga tushadi va bu narsa bizda yig'ilib kelaveradi. Bizning baza degani mana bu nima deydi? Bizda o'qib ketganlarning ham bazasi bor. Bu o'qib ketganlarning bazasi mana shu Edu tizimning bazasida arxivida turadi. Agar biz xohlagan paytda ularga SMS jo'natishimiz mumkin yoki aloqaga chiqishimiz mumkin. Xullas, hozir endi data davrida yashayapmiz, u data juda muhim. Mana shu narsani ham hisobga olib qo'yinglar. Chunki mana bu tizim deganda standartlar mana shuni orqasidan ishlaydi. Eng muhimi baribir standartlar va avtomatlashtirishni biz ERP deb qo'ygan ekanmiz bu yerda. Juda muhim. Mana bu jamoa degani o'qituvchi, menejmentlar, bu ham juda ham muhim. Bularsiz ham ishlab bo'lmaydi. Chunki biz ta'lim sohasidamiz. Ta'lim sohasi asosini odamlar tashkil qiladi. Mana bunaqangi joylarni tashkillashtirish osonda, lekin jamoani, o'qituvchilar, menejerlarni tayyorlash, ularni qaysidir darajaga olib chiqishga uzoq vaqt ketadi. Buni agar siz kengaymoqchi va ko'proq filiallar yoki ko'proq o'quv markazi kattalashtirmoqchi bo'lsanglar, bularning ustida yuqorida aytgandek inkubatsiyani tashkillashtirish kerak edi. Bizda masalan xuddiki mana bu armiyaga borsanglar, leytenant, mayor degandek balandga qarab yulduzchalari ko'payib ketaveradi. Uzoq yil ishlagani, qaysidir darajalarga chiqqani, qanaqadir qahramonliklar ko'rsatilsa beriladi-yu. Xuddi o'sha narsani tizimi bizda ham bor. O'quv markazining o'zida bu sekin-sekin ko'tarilib ketaveradi o'qituvchilarimiz. Bu nima uchun kerak desanglar, masalan, qaysidir darajaga chiqish uchun u albatta shogird tayyorlash kerak. Va shogird tayyorlab bizga o'qituvchilarimizni bazasiga qo'shish kerak. Bu narsa ularga nima beradi? Plus beradi va qaysidir darajaga chiqishiga yordam beradi. U o'z-o'zidan oyligini oshishiga va unga bonuslar qo'shilishiga bog'liq xullas. Xo'p, marketing va sotuvni yuqorida aytdik, juda ham soddaroq variantini sizlar hozir foydalansanglar bo'ladi. Endi mana bunaqangi marketingdan foydalansanglar bo'ladi, lekin qimmatroq turadi. Performance marketing deydi hozir. Birorta face, ya'ni yuzini olib, u bloger bo'ladimi yoki
unga kuchlaring yetmasa oddiy yaxshi gapiradigan qiz bola yoki o'g'il bola bo'ladimi? Uni chiroyli bitta gapirtirib o'sha mavzu bo'yicha yozib berilgan gapni u gapirib beradi chiroyli qilib. O'sha narsani targetga o'zlaring radius tanlab, joy tanlab o'shanga yoqasizlarda, ular esa lead tushiradi. Lead tushirish uchun sizlarda mana bu joyda Amos RAM yoki Bittrex ga o'xshaydigan qanaqadir platformalaring bo'lishi kerak. U yerga nomerlar tushadi. Nomerlar tushganda esa keyin ularga qaytib chiqadigan operatorlaring bo'lishi kerak. Operatorlarning vazifasi o'quv markazigacha ularni olib kelish bo'ladi. O'quv markaziga olib kelgandan keyin qolganini bu yerdagi servis menejerlari davom ettirib ketaveradi. Mana shunaqa. Xullas, qisqa va lo'nda qilib aytganda bizada mana shu. Endi bizning o'zimizning ko'rsatkichlarimiz qaranglar, 2021-yilda bizada 8 ta bo'lgan, o'quvchilarimiz 4,5 mingta bo'lgan. 2023-yilda biza o'quv markazlarimiz 27 ta bo'ldi, maktab ochildi, texnikum ochildi, o'quvchilarimiz 17 mingta bo'ldi. 2025-yil, mana endi bu o'tgan yilgi prezentatsiya ekan. 30 mingta o'quvchi. Hozir endi o'quv markazlarimizda o'zida 30 mingta o'quvchi bo'ldi. Maktabimizda hozir 3 mingta o'quvchi o'qiydi, maktablarimizda. Texnikumlarimizda 2 mingta o'quvchi o'qiydi. Jami bo'lib bir 35 mingtaga yaqinlashib qolganmiz hozir. Umumiy butun ta'lim loyihasida o'qiydigan o'quvchilarning soni bo'yicha. Shunaqa o'sish shunaqa, lekin biza 2021-yilda mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, 2021-yilda 8 ta filialimiz bo'lgan. Hozir mana 48 ta filial bo'lsa, 4-5 yilda 40 ta filialga o'sish bo'ldi-da. Ya'ni qaysidir etapga chiqqanlaringdan keyin o'zi tezlashib ketadi. Nimaga desanglar, eng asosiy masala pulda emas. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Ko'p pulim bo'lsa deydi, katta ko'p ishlar qilardim deydi-ku. Asosiysi pul emas, asosiysi bizning o'zimizni o'sishimiz va yetib kelishimiz va jamoani o'sishi va yetib kelishiga bog'liq. Jamoani doimiy o'qitish kerak, o'rgatib boraverish kerak. Chunki bizadagi jamoa, masalan, sizlar agar tanisanglar, Alisher Isayevda to'liq jamoa bilan o'qiganmiz biz. To'liq jamoa. Butun filial direktorlari bilan birgalikda. Ibrohim Go'liyamovni bir nechta darslariga doimiy boramiz. Hammamiz o'qib chiqqanmiz. Kerak bo'lsa mana bunaqangi zalga o'zimiz hammamiz o'tiramizda. Shunaqangi spikerlarni o'zini chaqirib kelamiz. Ularga biz o'zimiz ma'lumotlar beramiz. Ular bizning ma'lumotlarimizga ko'ra tayyorlanib keladi-da, bizani o'qitadi. Ya'ni bizga maxsus o'zlari o'qitadi. Sotuv bo'yicha, marketing bo'yicha, xullas HR tizimi bo'yicha, boshqa yo'nalishlar bo'yicha bizga o'sha yaxshi biznes trenerlarni o'zlari kelib bizga dars berishadi bu yerda o'zimizga moslab. Darslarga ham biz doim borib turamiz, ularni chaqirib turamiz. Doimiy o'sish uchun o'qish kerak bo'ladi. O'qishsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi xullas. Shu mendagi ma'lumotlar shunaqa. Agar mana shu 3 ta poydevor bo'yicha, qaysidir nuqtasi bo'yicha savol bo'lsa, sizlarda bersanglar javob berib ketaverardim. Endi savol bor. Qani? Endi xullas adminimizga KPI qo'yish kerak asosiy fiksda deyapsiz kichkina. Hozir masalan fiksasi kattalashib ketgan bo'lsa, uni agar KPI ga o'tkazaman desam, ketib qolish ehtimoli katta. U o'sha o'quv markazi hamma narsasini biladi. Yonimizda raqobatchilar ham bor. Hozir bu holatda nima yechim Masalan, nech pul oladi? Hozir 6 million fiksa, qolgani o'quvchilar sonidan har 100 tasiga Hozir ayni paytda bir 8 million oladimi? 9 millioncha pul oladi. Xo'p, mana shu 9 millionga mo'ljallaysizda KPI ni ko'tarib, fiksasini 3 million yoki 2 million qilib qo'yasiz. Misol uchun 2 million oladi, uning uchun farqi bo'lmaydi-da. Misol uchun keldingiz, masalan, shunaqa narsalarni qilganmiz, biz qanaqa qilamiz? O'tiravering. Deylik, masalan, 9 million yoki 10 million oladigan, mayli, masalan, 10 million olsin, o'rtacha 10 million oylik oladi. 10 million oylik oladigan bo'lsa, bizlar fiksasini 3 million qilib, o'sha paytdagi, o'sha oydagi o'quvchilarning sonidan kelib chiqib, qolgan 7 millionini KPI ga o'tkazib qo'yganmiz-da. Ya'ni u fiksasi kamayadi, bonusi ko'payadi, lekin bonusini siz ungagina ko'proq beryapsiz-da. Lekin boshqa keladi-ku, boshqa menejer keladi-ku, u menejerga aytasiz, "Sen ham KPI'ing 3 million bo'ladi." Endi 3 million deb men taxmin aytayman. Uni 2 million yoki 1,5 million ham qilishlaring mumkin. Bizda shunaqa 1,5-2 million ham fiksa oladiganlari bor. Lekin bonusi chegarasiz.
Qancha xolasa shuncha olishi mumkin-da. Ya'ni bonusingga har bir o'quvchi uchun bunchadan beraman deysiz. Masalan, o'sha o'quvchiga o'sha 9 million yoki 10 million oladiganga har bir o'quvchisiga siz har bir bonusda demoqchiman 100 mingdan yoki 50 ming yoki 30 mingdan bersangiz deylik, bu yangi kelganiga xuddi shunaqa tizim ishlaydi. Bunga 10 ming berasiz masalan. Ya'ni tizim baribir ishlaydi, lekin uni olib qolishingiz uchun hozir men aytayotganimdek uslub qo'llashingiz kerak. Uni oylik o'zgarmaydi shunda. U farq sezmaydi. Faqatgina o'quvchi kamaysa farq sezadi lekin. O'quvchi kamaysa uni farqi kamayadi-da, keyin aytadiki, "Ha, to'g'ri" deydi. "Men o'quvchilarim kamaydi, oyligim ham kamaydi. Endi ko'paytirishimiz kerak." Chunki o'quv markazida sezon bo'ladi-yu, yozda kamayadi. Qaysidir paytlarda. Lekin agar fiksaga o'tkazib qo'ysangiz, yozda ham o'sha pulni berishingizga to'g'ri keladi-da. Eng yomon o'quv markazida shunaqa bo'ladi. Chunki siz o'quvchingiz kam, lekin administrativ xarajatlar esa o'zgarmasdan qolaveradi. Ba'zida o'qituvchilarni ham shunaqa olishadi-da. Ya'ni deydi masalan zo'r o'quvchi topib beraman deydi-da. Mana hozir ham shunaqa ketyapti. 10 million beraman yoki 20 million beraman deydi, 6 kun ishlaysan deydi-da, olishadi-da o'qituvchini yaxshisini. Endi unga pul topib bersa zo'r. Lekin topib bera olmasa, menimcha muammo. Bizning o'quv markazimizda bunaqa fiksa oladigan o'qituvchining birortasi yo'q lekin. Bizlar hammasi anaqaga bog'liq, o'quvchini o'ziga bog'liq, o'quvchini o'zidan topadi pulini. Yaxshi ishlasa yaxshi topadi. Agar ishlagingiz kelmasa yoki vaqt bermasa bizga pul ola olmaydi degan. Shunaqa. Yanachi? Aytavering. Boshqarimizga endi 2 oycha bo'ldi. 50 ga yaqin o'quvchilarimiz bor. Faqat o'zim dars beraman hozircha. Kengayish uchun hozir administrator olishim kerakmi yoki o'zim ulgursam ulgurib turishim kerakmi? Shu 4 ta xona bor. Hozir faqatgina bittasidan foydalanyapmiz. 3tasi bo'sh qoldi. 3tasi bo'sh turibdi hozircha. Endi shularga yangi o'quvchilar, o'qituvchilar va o'quvchilar olishimiz kerak. Shu holatda administrator olib unga oylik berganim keyinchalik qoplaydimi yoki hozircha o'zim shug'ullanib turganim yaxshiroqmi? Mayli. Bu etapdan bizlar ham o'tganmizda. Masalan, boshlashida men o'zim ertalab bizning vaqtimizda juda mamlaqa hozir men aytgan narsalar ham yo'q edi-da. Men e'lon yopishtirish bo'lardi-yu qog'ozda. Xuddi shunaqa A-turga kechqurun bir 200 ta tayyorlab qo'yardim. Har kuni ertalab qiladigan ishim xuddi intizomga o'xshab qo'ygan edi. Soat 5 da yoki 5:30 da turib olib, mana bu Chilonzor metro atroflarini aholi ko'p yuradigan joylarga, endi bizning birinchi filiallarimiz o'sha yerda ochilganda, o'sha yerga yopishtirish bizning asosiy marketingimiz bo'lardi-da. O'zim yopishtirardim, telefonim o'zimniki qo'yilardi. Dars berishim kerak. Darsda telefon qilaverardi. Darsimda bo'lib chiqib javob berardim, yana telefon qilaverardi. Keyin keladigani yo'lda topa olmay qolsa ham telefon qilardi. Xullas, rosa qiynalib ketgandim-da. Lekin sizni hozirgi vaziyatingizda tezlik bilan olishingiz kerak edi. Lekin men qanaqa qilgandim? O'zimni misol uchun abituriyentlarim deylik yoki o'zimizdagi o'quvchilardan olib, ulardan tayyorlagandim. Chunki nimaga bu narsa qiziq? Siz yoki qarindoshlardan bo'lishi mumkin, yoki ayolingiz bo'lishi mumkin, bilmayman. Balki ukangiz bo'lishi mumkin. Qarindoshlar nima uchun qiziq bu yerda? Ular o'zinikidek qabul qiladi-da, o'zinikidek jon kuydiradi. Agar siz chetdan 2 million, 3 millionga menejer oladigan bo'lsangiz, u faqat oylikka ishlaydi-ku, u jon kuydirmasligi mumkin. Jon kuydiradiganini chiqadi, 10 ta yoki 20 tadan yo bitta yoki ikkita chiqib qoladi-da. Agar noto'g'risini adashib olib qo'ysangiz, qaranglar, men sotuvchilarni o'qitamizda biz. Telefonda gaplashish juda muhimda. Telefonda uni yuzma-yuz ko'rmasdan turib unga ta'sir o'tkazishlaring kerak-ku. Ohanglargacha muhimda. Agar unga chiroyli, yaxshi yetkazib bermasanglar, u sizlarga o'quv markazlaringgacha yurib kelmaydi-da. O'quv markazlaringgacha olib kela olish kerak-da u, kim bo'lsa ham. Undan yog'ini o'zlaring eplashlaring kerak. Ya'ni qaysidir yaxshi bir menejer bo'lsa, o'sha o'quv markazi uchun jon kuydiradigan odam bo'lishi kerak, lekin menejer. Oddiy emas lekin. Oddiy ko'chadagi xolagan birorta odamni olib kelib qo'ya olmaysiz-da. Agar hozirgi holatda mana bizda bitta ikkita shunaqalar uchrasa, biz rozi bo'laveramiz. Chunki bitta ikkita yo'qotsak bizga sezilmaydi-da. Masalan, endi rivojlanib kelyapsizlar, u endi bittagina odam bo'lsa ham seziladi-da. Biz bitta odam uchun kurashganmiz. Har bitta o'quvchi uchun kurashganmiz. Qaysidir nuqtalarda odamlar yo'qotayotgan bo'lsak, masalan, menga o'sha mana bu aytganimdek telefon qilsa-da men ko'tarmagan bo'lsam,
Men uchun unga qaytib chiqsam ko'tarmaydi yoki gaplasha olmasam, demak uni men yo'qotgan hisoblanaman-da. Ularning ham hisobi bor-da bizda. Ya'ni bu narsalarni ham hisoblash kerak. Shunchaki qarash kerak emas. Har bir odamga, har bir o'quvchiga ahamiyat bersa, jiddiy qaralsa, o'shanda bitta bilan ko'payadi-da. Ko'pincha bizlar ommadan yopirilib keladi deb o'ylaymiz, unaqa emas-da. Hammasi bitta keladi, yana bitta keladi, bir kunda ikkita keladi. Har kun ikkitadan kelganda ham sizda 60 ta bo'ladi-da bir oyda. Masalan, shunaqa bittadan ko'payadi. O'shaning uchun har bitta o'quvchiga shunaqa munosabat, jiddiy munosabat bildirsanglar, o'siladi. Sizni vaziyatingizni tezlik bilan olish kerak menimcha. Olganda ham oddiysini emas, aytayotganimdek qarindoshlardanmi, shogirdlardanmi, xullas sizga jon kuydiradigan odam bo'lish kerak-da. Jon kuydirmasa, lekin boshlanish nuqtasida siz ham ko'p narsani bilmaysiz-da. Misol uchun mana bizga kelsa, biz skriptlar beramiz, nima deyish kerakligini biz o'rgatamiz, video darslar qo'yib beramiz. Bizda sotuv bo'yicha bilmayman, bir 10 talar darsimiz bor. O'zimiz uchun olganda, biz ham o'zimiz struktura bo'yicha. Kelganda biz ularni o'qitamiz, tayyorlaymiz. To birinchi mijozga savol javobga borgunicha u ko'p tayyorgarlikdan o'tadi-da. Sizda hozir unaqa imkoniyatlar yo'q-da. Sizga jon kuydiradigan odamni olish imkoniyati bor. Agar sizga haqiqatan ham jon kuydiradigan odam bo'lsa, u nima qilib bo'lsa-da tortadi, o'ziga olishga harakat qiladi. Olishingiz kerak, lekin tezlik bilan. Chunki 3 ta xonangiz bekor turibdi-da. Biz masalan mana bu joyda 1 kvadratiga $10 to'laymiz-da. Masalan, bir ochiq bo'sh joy qolib ketib qolsa, bizlar o'ylanamiz. Misol uchun, nimaga bu bo'sh qolib ketyapti deb. Menimcha siz ham arendada tursangiz kerak. Shunaqa arendaning har bir kvadrati pul turadi-da. Xo'p, yanachi? Aytavering. Xo'p. Asos eng boshlang'ichi demak flyer tarqatamiz dedingiz. Ha, shunaqa. Hammada shunaqa. Endi siz hozir top ishlaydigan eng zo'r marketing usullaringizni aytib bera olasizmi? Hozirmi? Ham qo'llasak yana. Ya, hozir lekin qaranglar, hozir biz bir oyda marketing uchun adashmasam, oyliklar bilan qo'shib hisoblaganda o'quv markazini o'zini aytaman, maktab emas. Maktab umuman boshqa dunyo, maktabga ancha qimmat va ko'p ishlatamiz. Xo'p, faqatgina targetni o'ziga bir $4000 ajratib beramiz, targetni o'ziga. Undan tashqari mana bu blogerlar bo'ladi-yu, blogerlarga, ularga bilmayman 2500 3000 ajratib beramiz. Undan tashqari oyligi bor, oyligi 70-80 million atrofida marketing jamoani o'zining oyligi chiqadi-da. Bularning hammasini qo'shsanglar, bilmayman, bir 200 millionga yaqin pul bo'ladi-da. 200 millionga yaqin butun Registonda ishlatamiz va buni kam deb o'ylaymiz. Chunki bizda yuqorida aytgandek 30 mingta o'quvchi uchun bu kam hisoblanadi-da. Lekin siz uchun bu ko'proq hisoblanishi mumkin. Ya'ni bir-birimizga tushmaymiz-da. Nimaga tushmaymiz? Chunki miqdori jihatidan kattaroq. Hozir ayni paytda sizlar uchun men tavsiya qiladiganim bittasi yuqorida aytgandek flyer tarqatish bu eng arzoni va eng yaxshi samara beradigan usul, lekin uni tarqatuvchiga ham bog'liq. Masalan, tarqatuvchilarni yaxshi o'qitsanglar, u kimni qo'liga beradigan bo'lsa, unga esda qolarli qilib berishi ham mumkin-da. Flyerni prosta tag berish mumkin yoki unga siz uchun qanaqadir sovg'a bor yoki masalan ko'pchilik mana men o'zim ko'rdim, pulni unaqa dollar 100 talikni flyer qilganda yarmini masalan keyin qanaqadir nimadirlarda yozib bergan, keyin uni qiziqib ham odam olib o'qiydi-da masalan. Qiziqtirish kerak-da, ya'ni unda dizaynida ham, uni tarqatuvchisida ham juda ko'p rol bor-da. Bu aytganimdek, uni agar sinflarda, maktablarda tarqatadigan bo'lsanglar, uni kirib 3-5 minutlik chiroyli nutq tayyorlab, yondiradigan qilib, o'qishga qiziqtirib tarqatsanglar, yanada yaxshi samara beradi lekin. Bizda bular juda yaxshi ish bergan. Keyin olimpiadalar, har xil tanlovlar o'tkazsanglar, tanlovlar o'tkazib ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari oddiygina deylik masalan matematika yoki ingliz tili bo'yicha, mana ingliz tilining o'zi bo'yicha bilim darajasini sinaydigan har xil imtihonlar tashkillashtirsanglar bo'ladi yakshanba kunlarida-da, bo'sh o'tirmasdan. Mayli 100 ta odam kelmasin, 10 ta odam kelsa ham shu 10 ta odamning bilimini sinab berasizlar-da. O'zlaringdan emas, chetdan bo'lsa yaxshiroq. Nimaga sinab berasizlar? Uni gaplashishni o'rgatasizlar. Misol uchun men juda ko'p ota-onalar bilan gaplashganman, ular boshqa bir o'quv markazlarida, boshqa bir repetitorlarda o'qitishadi. Ularga qiziq, xolis uni o'g'lini yoki qizini baholab berish.
ya'ni uni imtihondan o'tkazib berish. Agar sizlar buni bepul qilib beramiz desanglar, hech bo'lmaganda bir 10 tasi kelsa-da, uni sizlar ingliz tili o'qituvchisi bo'lsanglar, u bilan gaplashsanglar, speakingi qanaqa, agar уровени u yerda deylik, masalan, pre-intermediate уровеньda o'qitayotgan bo'lsa-da, lekin bolani o'zi aslida elementary bo'lsa, masalanda, uni boyagi vaqt o'tkari sari yuqoriga qarab chiqarib yuborgan bo'lsa, aslida u darajada bo'lmasa, misol uchun, sizlar mana shu narsalarni chiroyli ochib berishlaring kerak-da. Faqat uni tanqid rolida emas lekin. Mana bizda shunaqa tanqid qilmaymiz, boshqa o'qituvchilarni yomonlamaymiz, u yaxshi o'qitmabdi demaymiz-da. Shunaqa taktika qo'llasanglar, u ham qo'lidan kelgan hamma narsani qilgan, lekin mana shunaqa natija chiqibdi degandek pozitsiyada bo'lsanglar, bizda mana shu 10 ta odam keladigan bo'lsa, o'shani 3 tasi yoki 2 tasi bizaga u repetitor yoki o'quv markazi tashlab bizaga olib keladi. Masalan, sizlar ham shunaqa narsalarni qilsanglar, bu ham bir marketingga kiradi-da. Marketingda usuli, kanali juda ko'p lekin. Mana flyer bitta kanal, bu aytgandek, performance marketing qilsanglar bo'ladi dedi-ku, bitta face qilib, undan zo'r kreativ o'ylaysizlarda, undan zo'r rolik olasizlarda, keyin uni targetga yoqasizlarda, bu aytgandek aylanib kelib, sizlarga kelaveradi. Bu ham bitta kanal masalan. Telegram yurgizasizlar, Instagram yurgizasizlar, lekin SMMdan odam keladi deb o'ylasanglar xato bo'ladi lekin. SMMda faqat sizlar real o'zlaringdagi bor bo'lib turgan hodisalarni ko'rsatib bersanglar bo'ldi. Masalan, mana bunaqa jarayonlar bo'lyapti, bunaqa o'qish bo'lyapti, bizning joyimiz bunaqa real, jonli demoqchiman. Bunaqa katta-katta kameralarda olishi ham shart emas. Oddiygina menejerlaring oddiy telefonda jarayonlarni shunday yoritib bersa, shuni o'zi ham odamlarga yaxshi ta'sir qilaveradi-da. Ya'ni kommunikatsiyada bu. U kanallaringda bir 10-20 ming odam bo'lishi ham shart emas-da. 100 ta bo'lsin, lekin sizlarniki bo'lsin. Ya'ni sizlarga qiziqadigan bo'lsin, kerak bo'lsa sizlarni o'quvchilaringda ota-onalari bo'lsin yoki o'quvchilaringda o'zi bo'lsin. Chunki sizlarning tarafdorlaring qanchalik ko'paysa, ular boshqalarga nima qiladi? Tavsiya qiladi. Ishoninglar, sizlar reklama qilganlaringdan tavsiya qilgan o'rtog'i, qarindoshi, yaqini bo'ladi-ku, u kuchliroq ta'sirlanadi-da, sizlarga ko'proq keladi. Mana bizlar ham hozir marketing nimaga biza kamroq summa ajratamiz? Sababi biz o'rganib chiqqanimizda bizga hozir keladigan o'quvchilarning 60-65% sarafan marketing bilan keladi. Bizga unaqa katta pul sarflashimiz hojati yo'q. Agarda sarafan marketingimiz 20-30% bo'lib qolsa, biz majbur bo'lardik hozir bir 400-500 million pul ishlatishga, anaqaga, marketing uchun. Marketing qachonki kam xarajatli bo'ladi, qachonki sizlar tarafdorlaringni ko'paytirsanglar, ular esa ko'chada har xil joylarda o'sha yerga borsang zo'r o'qitadi deb aytib yursa, yoki davralarda ota-onalar o'tiradi-yu, davralar, ulfatlar, davralari boshqasida men bolam falon o'qituvchida o'qiyapti, zo'r o'qityapti, baraka topsin desa, mana shu davrada 10 ta yoki 20 ta ota-ona o'tirsa, ularga ham zo'r ta'sir qiladi. Ya'ni sarafan marketing mana shunaqa ishlaydi. Kuchi juda katta, e'tiborga olish kerak. Lekin buning uchun sizlarda o'qitish samimiy, yaxshi bo'lishi kerak-da. Faqat marketing uchun ko'rgazmaga emas-da. Ya'ni haqiqatdan ham yaxshi bo'lsa, samimiy narsani umri uzoq bo'ladi. To'g'ri, yolg'on narsa boshida yaxshi ish berishi mumkin, lekin bu ko'pga bormaydi. Ko'pik degan narsa bo'ladi-yu, cho'kadi u. Shunaqa narsa bo'lib qolmasligi kerak. Haqiqiy narsa to'g'ri, boshida sezilmasligi, bilinmasligi mumkin, lekin sekin-sekin nima qiladi? Yuzaga chiqadi, hamma taniydi va sekin-sekin yaxshilanib boraveradi, borgan sari. Bizda tariximizda shunaqa bo'lib kelgan. Unaqa ko'p ham marketing yaqin-yaqindan boshlab yurgizmagan bo'lsak, o'zi unaqa marketingga ham qiziqmaymiz biz. Ayni paytda. Nimaga? Chunki avvallari bizda 80% sarafan marketing edi. Qaranglar, pasayib boryapti sarafan marketing. Nimaga desanglar, raqobat kuchayib boryapti-da bozorda. Juda raqobat kuchayib boryapti. Chunki biz 2018-2019-yillargacha faqat abituriyentlarni tayyorlaydigan markaz edik biz. Agar eslasanglar, faqat abituriyentlarni tayyorlar edik. Abituriyentlarni tayyorlasak, zo'r tomoni nimada edi? Bitta abituriyent kelsa 1 yil o'qirdi. Mabodo kira olmay qolsa, yana 1 yil o'qirdi. O'rtacha 1 yil o'qirdi desak, bir to'ldirib olsak 1 yilgacha boshqa o'quvchi olmasligimiz mumkin edi-da. Hozir lekin unaqa bo'lmayapti. Hozir zamon o'zgardi. Biz 2018-2019dan butun diqqatimizni ingliz tiliga qaratib o'tib ketib qolganmiz. Hozir bizda o'qiydigan o'quvchilarning bir 65% ingliz tilida o'qiydi.
Mana 30 mingta dediku, o'shan 17 ming, 18 mingtasi ingliz tilida o'qiydi. Ya'ni biz hozir sizlar bilan ingliz tili zamonida yashayapmiz-da. Ingliz tili boom bo'lib turgan zamonda yashayapmiz. Buni ham bizning kuzatishlarimizga ko'ra yana 5-6 yillik umri qolgan. Yaqinda ko'p, mayli 10 yil deylik, 10 yildan keyin ingliz tilini bilishlik o'zi muammo bo'lmay qoladi hammamizda. Ingliz tilini yaxshi bilamiz. Undan keyingi bosqich boshlanadi keyin. Undan keyingi bosqichga tayyorgarchilik boshlangan bizda, sekin-sekin ketaveradi. Chunki biz abituriyentdan ingliz tiliga o'tishda ham bozordagi o'zgarishlarni ko'rganmiz. Chunki juda ko'p abituriyent tayyorlaydigan o'quv markazlari hozir yo'q bo'lib ketgan. Mashhur markazlar bor edi bir paytlar. Chunki bozor o'zgaraveradi. Mana shu bozorga biz moslashib, o'rganib boraverishimiz kerak. Bu biza bosib o'tgan yo'l emas. Biza Xitoy, Yaponiya, Koreyalarni o'rgansanglar, u yerda ular bizlardan avvalroq bu yo'llarni bosib o'tganda, biz esa shunaqa yo'llardan sekin-sekin yurib boryapmiz. Endi bilmaymiz, vaqt qancha ketadi, Xudo biladi. Yana kimda qanaqa savol bor? O'qituvchilarga KPI qo'yish kerakmi? Kerak. Qay tartibda bo'ladi? KPI bizada boya yuqorida aytganimdek, darajalari bor. Demak, ustoz birinchi kelganda bazaviy yo yordamchi o'qituvchi bo'ladi yoki o'qituvchi bo'ladi. Yoki ustoz deymiz biz. Undan keyin tepaga ko'tarilganda katta o'qituvchi bo'ladi, oliy toifadagi o'qituvchi bo'ladi, keyin professor o'qituvchi bo'ladi, akademik o'qituvchi bo'ladi. Shunaqangi darajalarimiz bor. Har bir darajadan darajaga o'tishda o'zining shartlari, qoidalari bor, ko'tarilish shartlari bor, tushish qoidalari ham bor. Tushib ham ketishi mumkin. Lekin qanchadir vaqt ishlasa o'shanga topshira oladida bizda. Keyin oylik 25% dan 35% oralig'igacha olishi mumkin. Lekin 30% dan tepasiga odatda o'ta olmaydi ko'pchilik. Chunki uning uchun yo professor yoki akademik darajadagi o'qituvchi bo'lish kerak. Buning uchun esa talablar, shartlar juda yuqori. Hozir bormi desanglar bor, unaqa ko'p emas unaqa o'qituvchilar. 32-35% oladiganlari ham bor, unaqa ko'p emas. Lekin asosiy o'qituvchi 25% oylik oladi. Ya'ni 100 ming so'm bola tushirsa, 25 ming so'mini oylik sifatida oladi. Lekin eng muhim narsa, mana shu narsani aytib o'tishim kerak. O'qituvchi uchun nima kerak desanglar, o'qituvchi uchun shaffoflik kerak. Ya'ni ko'rinish kerak, ko'rib turish kerak-da u. Mana bizning o'qituvchilarimiz, deylik masalan, men o'zim o'qituvchi bo'lsam, bugun 3 ta guruppamda 15 tadan 45 ta bola bo'lsa, deylik masalan har bittasiga kiramanda yo'qlama qilaman. Mana bizda tizim shunaqa ishlaydi. Yo'qlama qilganimda bizda bitta dars pulga chaqilgan. Bitta darsimiz adashmasam 65 ming so'mga to'g'ri keladi. 780 ming so'mni bizlar 13 ga ko'paytirib chiqarganmiz. Adashmasam shunaqa edi. Men o'quv markazidan chiqib ketib qolganman. Hozir o'quv markazida ishlamayapman lekin men o'zim. Shunaqamidi? Shunaqa. Bizda ham edi tizim. Edi tizim bo'lsa shunaqa. Har bitta anaqaga o'tadi-da. 65 ta sizlar deylik 13 ga ko'paytirsanglar 780 bo'lsa, har bitta darsda yo'qlama qiladi-yu o'qituvchi. Yo'qlama qilganida o'zini balansiga o'quvchidagi shotidagi pulini olib o'ziga o'tkazadi-da, yig'adi pulni. Masalan, men o'qituvchi bo'lsam, bugun deylik 45 ta bolaga dars o'tsam, 60 ming so'mdan har bittasidan yig'ilgan bo'lsa, deylik masalan taxminan 5 million so'm shotimga tushgan bo'lsa, o'sha 5 million so'mdan 30% meniki bo'lsa, deylik, bugun 1,5 million so'm ishlagan bo'lamanmi? Masalan deyapman-da, bugun 1,5 million so'm pul ishlaganimni men kechqurun bilib ketaman. Ya'ni shaffoflik borda, o'qituvchi uchun ko'pincha ko'p o'quv markazlarida shu narsa surpriz bo'lib qoladi-da. Oy tugaydi, uni hisobida u deylik masalan 50 ta o'quvchi o'qitdi, 50 ta o'quvchi deylik masalan 500 ming so'mdan bir 25 million pul to'ladi. O'sha 25 million puldan men 12,5 millionini 50% ni olaman deb o'ylaydi-da, borsa, uni qo'liga 7 million pul beriladi. Masalan, keyin o'ylaydiki, noto'g'ri deydi bu, meni aldayapti deb hisoblaydi. Lekin o'qituvchi mana bu narsalarni hisobga olmaydi-da. O'quvchi oyda o'rtasida borishi mumkin, 5 kun qolganda borishi mumkin masalanda. Yoki shunga o'xshab juda ham ko'p narsalar bor. Yoki 10 kun o'qib ketib qoladi o'quvchi. Juda ko'p nyuansi bor. Bu narsalarni o'qituvchi o'ylamaydi-da, hisoblamaydi. Chunki u ko'rib turadigan platformasi yo'q-da unda. Agar ko'rib turadigan platformasi bor bo'lsa, o'qituvchi bu narsalarni ko'rib tursa, kim kelyapti, kim ketyapti, kimdan qancha pul tushyapti, unga qancha pul qolyapti, hamma narsani har bir o'quvchi miqyosida ko'rib tura olsa,
O'shandan keyin o'qituvchida nima hosil bo'lmaydi? Meni aldamayapti, rost hammasi, meni ko'rishim mumkin deydi. Tepadan pastgacha har bir o'quvchida har bir o'tgan kuni bo'yicha hisobi chiqib turadi. Uni oyligi unga surpriz bo'lmaydi. Hech qachon bizda masalan o'qituvchi nimaga bunaqa oylik chiqdi menga degan savol bermaydi-da. Chunki uni o'zini предложениеda ilovasida shu narsalar ko'rinib turibdi. U bu narsa savol, bunaqa savol bizga bermaydi xullas. Yanachi. Xo'p, asosiysi tuzum. CRM uchun, sotuv uchun sizlarda Amos CRM ishlatasiz? Amos CRM ishlatamiz. Amos CRM ishlatamiz. Amos CRM juda yaxshi deb o'ylayman, chunki osonroq. Chunki biz Edu tizimga ham integratsiya qilganmiz-da Amos CRM. Integratsiya qilsanglar, Amos CRM ga tushadigan lead yangi bo'lib, lead bo'lib Edu tizimga tushadi. Edu tizimga tushadi, Edu tizimdagi menejer uni olib ishlayveradi. Ya'ni bir-biriga bog'langan holatda. Agar sizlarda endi lead ko'proq bo'lsa, Amos CRMni o'zidan leadlar ustida ishlasanglar ham bo'laveradi. Agar Edu tizim ishlatsangiz bilasiz, unaqa leadlarni o'zini ham Amos CRMga emas, to'g'ridan-to'g'ri Edu tizimda o'ziga ham yo'naltirsanglar bo'ladi. Shunaqa qilsanglar bo'ladi. Endi bu avtomatizatsiya avtomatlashtirilgan LMS bor, ya'ni aynan mana shu o'quv markazlarini boshqarish bo'yicha sizlarga yordam beradi. Lekin buning uchun sizlar standartlarni ishlab chiqsanglar yaxshi bo'ladi. Chunki standartlaring bo'lmasdan turib avtomatlashtirib uni ishlataman desanglar tushunmaysizlar-da nima bo'layotganini. Tushunmaganlaringdan keyin sizlar qiyin deb o'ylaysizlar yoki nima kerak deb o'ylaysizlar va oxirgi natija o'xshamadi deysizlar keyin. Lekin o'xshash uchun sizlar ishlashlaring kerak bo'ladi. Yana qanaqa savol bor? O'qituvchida faqat foizmi yoki fiksasi ham bor, yengil o'qituvchilar? Yo'q, bularda darajasi oshsa fiksasi bor. Masalan deylik, bizda katta yoki oliy toifadagi o'qituvchilarimiz bor. Bular adashmasam 1,5-2 million fiksa ham oylik olishadi. U darsi o'quvchi ko'p bo'lsa ham, kam bo'lsa ham farqi yo'q. Bir xilda olishadi hammasi. Shunaqa. Yanachi tizim juda chuqur, lekin chunki bunga yetib kelgunimizcha biz 12 yil umrimiz ketganda, endi men sizlarni boshlaringni ortib tashlashim kerak emasda, sizlar qaysidir joylaringda qiynaladigan bo'lsanglar, nuqtalarni aytsanglar, biz sizlarga aytamiz. Chunki bizning hozirgi holatimiz sizga mos tushmasligi mumkin-da. Bu bizning organik o'sishimiz shunaqa bo'lgan. Qaysidir joylarda agar mabodo masalan joy bo'yicha standartlarni ko'radigan bo'lsanglar, misol uchun mana 4 ta xona bilan bular ochganmiz deydiz-ku masalan. Biz 4 ta xona bilan ocha olmaymiz-da. Nimaga desangiz, bizning hisob-kitoblarimizda administrativ xarajatlarni qoplamaydi 4 ta xona. Administrativ xarajatlar o'z-o'zidan yaxshi qoplanishi va uzoq muddatli bo'lishi uchun biz uchun kamida endi 4 ta xonani kvadratini bilmayman men, biz uchun kvadrati 500 kvadratdan ko'proq bo'lishi kerak. Bu degani o'rtacha 30-40 kvadratli xona bo'lsa, biza uchun bir 10 ta o'quv xonasi bo'lishi kerak. 10 ta o'quv xonasida har bir xonada bizning seanslarimiz, ya'ni darslarimiz deylik, haftasiga 3 marta bo'ladigan bo'lsa, dushanba, chorshanba, juma, seshanba, payshanba, shanba kunlarida bu kunlariga 5 ta, bu kunlariga 5 ta, jami 10 ta dars tashkil qilishimiz. Mana shu 10 ta darsda har bittasida 10 tadan minimum o'ylaymiz, 10 tadan o'quvchi o'tirganda bitta sinf xonada 100 ta o'quvchi o'qish kerak. Bu degani 10 ta sinf xonasida 1000 ta o'quvchi o'qish kerak degani hisob-kitobi chiqib keladi-da. Buni 100% deb olamiz. Bizda shunaqa narsa yurgiziladi filiallarimizda. Mana shu 100% lik sig'imni qanchasini filial to'ldiryapti? 70% bo'lsa bu ideal bo'ladi. Butun dunyoda mehmonxona, xizmat ko'rsatishda aytayapman. Qaranglar, mehmonxonalar bizga tushadi, keyin ovqatlanishlar bizga tushadi, restoranlar bizga tushadi. Bizlar ham shunaqa xizmat ko'rsatish sohasidamiz. Biz umumiy sig'imimizni 70% ni qilsak yaxshi hisoblanadi. 100% to'ldirishimiz bu idealniy, zo'r. Lekin 70% ga biz rozimiz. 80% bo'lsa zo'r. 90% dan oshadigan bo'lsa bizlar wow deymiz, ya'ni zo'r deymiz. Bunaqa natija juda kam chiqadi deymiz. 70% gacha rozi bo'lamiz. 70% bo'lsa. Ya'ni sizlar ham o'zlaringni o'quv markazlaringning sig'imini bilishlaring kerak-da. Ya'ni nechta xonasi bor, nechta o'quvchi o'qita olasizlar, kerak bo'lsa har oydagi marketing rejani ham sotuv rejasi bilan tuzsanglar bo'ladi. Masalan, mana sizlarga oddiy arifmetika bu ham. Deylik, masalan, sizlar shu oyda
deylik masalan 50 ta o'quvchingiz bor ekan, yana 50 ta o'quvchi qo'shmoqchisiz. 100 ta o'quvchiga aylanmoqchisiz deylik, ha. O'sha 50 ta o'quvchi qo'shishingiz uchun qarang, hamma narsasi pul turadi-da. 50 ta o'quvchini olib kelishingiz uchun deylik, performance marketing bo'yicha aytsak, lidlar bo'yicha hozirda umuman Toshkent viloyatida bitta lid 1,5-2 dollar turibdi-da. Ya'ni narxi, lid narxi. Agar siz 2 dollar deb o'ylasangiz, demak unda agar siz endi hammasi foizlarda qo'shilib ketaveradi, 10% konversiya bilan olmoqchi bo'lsangiz, demak sizga 500 ta lid kerak bo'ladi. Yo 500 tadan ko'p bo'lar ekan, chunki siz 50 ta sof o'quvchi olmoqchisiz-ku. Agar uni 5% ga aylantirsa, yo 1000 talar lid bo'lsa yetar ekan. Masalan, 1000 ta lidni chaqirsangiz, u nima bo'ladi, qaranglar. Uni telefon qilsanglar, kelmasligi ham mumkin-da u. Kelmasligi mumkin, kelishligi mumkin, qanchasi? Bizda masalan o'zimiz bir 10% ni olib kela olamiz-da. Mana deylik, 1000 ta lid tushsa, 1000 ta lidga yalinib, yolvorib, zo'r gaplashganimizda ham 100 tasi keladi-da. 100 tasi keladi, eshikdan 100 tasi kirib keladi, bizning konversiyamiz keyin boshlanadi, ikkinchi qismi boshlanadi. Endi u yerdagi menejer olib qolish kerak-ku uni. U gaplashganida yana 50% yo'qib ketadi u yerda. Ya'ni 100 tadan yana 50 ta qoladi. Bizning hisob-kitobimizga ko'ra siz 1000 ta lid olsangiz, 1000 ta odam bilan gaplashsangiz, uni 100 tasi eshikdan kirib keladi, 100 tadan ham yana zo'r tushuntirib bersangiz, uni 50 tasi sizda o'qish uchun pul to'laydi-da. Bu yerda pul to'laydigani hisoblanadi. Pul to'lamasa u hisobga kirmaydi. Pul to'lasa, demak sizda o'qiydi. O'shanda sizda demak 100 ta o'quvchi hosil bo'ladi. Ya'ni siz qarang, yana bu yoq ham hisob-kitobga o'tib ketaveradi. 1000 ta odam bilan gaplasha olishingiz uchun sizda bitta operator bir kunda deylik nechta odam bilan gaplasha olishini hisoblaysizda, uni 1000 ta lid deylik bir oyda 20 kun deb o'ylasak, endi 25 kun desak ko'payib ketmasin. 20 kunda demak 1050 ta bo'ladi, bir kunda 50 ta lid. Demak bitta operator bo'lsa bemalol yetar ekan sizda. Bitta operator bir kunda 50 ta odam bilan gaplashsa, bir oyda u 1000 ta odam bilan gaplashadi. 1000 ta odamdan aytayotganimizda 100 tasi keladigan bo'lsa, o'shundan 50 tasini siz olib qola olasiz. Yana bitta sharti bo'ladi, bu yoqda 50 ta o'qityapsiz-ku, u 50 tadan ketib qolmasligi kerak-da. Bo'lmasa 100 ta bo'la olmay qolasiz. Agar bu yoqda ham 10 ta 15 tani yo'qotsangiz, bu yoqdan ko'payganini baribir sizga yeta olmaydi-da. Hamma narsani hisobga olishingiz kerak bu yerda. Hamma narsa matematikadan iborat bo'lib ketadi. Endi sizlar ingliz tili o'qituvchi bo'lsanglar, matematikani ko'p yoqtirmasliklaringiz mumkin, lekin biznes bu matematika degani-da. Agar matematikani yaxshi bilib, ichkaridan kirmasanglar, hisob-kitoblarni bilmasanglar, qiyin bo'ladi. Oddiygina o'qituvchilarga oylik berishda ham yoki hozir aytayotganimizdek marketingni yoki sotuvni rejalarini tuzib chiqishda ham hisob-kitoblar bo'lmasa sizlarda muvaffaqiyatga erishishlaring qiyin bo'ladi. Shunaqa. Yana qanaqadir savol bo'lsa, aytavering. Shu boya marketing yetkiz-ku, birinchi narsa yopishtirishni boshlaganmiz, hozir flyer eng yaxshi yo'li ketma-ketlikda qanaqa o'sib borgan, o'zingiz misolingizda ayta olasizmi? Nima uchun so'rovman? Aynan savolni olib aynan shu bo'libdi. Shu paytgacha ortiqcha moliyaviy komandalashga marketing yo'lga qo'yishga imkoniyatimiz bo'lmagan. O'sha sarafandlik o'quvchilik ko'paygan. Organik o'sganligimiz uchun 2 barobar, 3 barobar o'sib olmasdan bitta kolleksiyada yuribmiz uzoq muddatdan beri. Endi hozir marketing bo'limini yo'lga qo'ymoqchimiz, lekin marketing bo'limini yo'lga qo'yganda bir nechta talablar oldimizga turibdi. Misol uchun birinchisi agentlikda summasi kattaroq cheki, bular rezultat emas, mana shuncha video qilib beraman, boshqa bo'ladi. 2 oy ishlashimiz mumkin, 3 oy ishlashimiz mumkin, katta pul yo'qotishimiz mumkin, lekin ular natijaga garantiya bermayapti. Shunday. Endi in-house xuddi sizga o'sha o'zimizni ofisda quramiz, o'sha jonkuyarlarni tayinlaymiz deb oladigan bo'lsak, ularda faqatgina yangi bitirgan, diletant bo'lgan odamlar bolalar bo'lishi mumkin. Ya'ni kam oylik yo'ldan qo'ndirib olsak ham, bepul ishlashga qo'ndirib olsak ham, fiksga qo'ndirib olsak ham, lekin ularda tajriba bilan kelmaydi, bizda ham tajriba yo'q. Vaqt yo'qotishimiz mumkin. Shunday. Pul ajratildi, moliyaviy pulimiz bor. Endi shuni to'g'ri qaror qabul qilishda shu uchun ketma-ketlikni so'rayotgan edim. Misol uchun bu flyerdan o'tganmiz, mana reklamadan o'tganmiz. Buni qanaqa ketma-ketlikda qanaqa natija berishini bilamiz. Lekin buni kengaytirish uchun, bu narsani kengaytirish uchun aynan qaysi yo'l bilan shunga chiqib olish mumkinligi. Misol uchun men hozir xayolimga kelgan narsa shuni to'g'ri yoki qanaqasini bersangiz, feedback bersangiz bo'lardi. Mo'minman, mana shu Najot ta'limga o'xshab hozir bitirgan, ilmga chanqoq bo'lsa, menga joy kerak, poligon kerak degan odam hozir gaplashyapmiz, qidiryapmiz topib, bu yoqda sizga o'xshagan dediki, ya'ni
real case'da tajribasi bor bo'lgan xodimni unga mentor sifatida u kelib ishlab o'tirmaydi, so'rab oladi, vazifalar yuklatiladi. Shunaqa ko'rinishda qilib chiqib olish mumkinmi yoki boshqa yo'li bormi sizdan shu uchun so'rayman. Yo'q, hozir aytayotganlaringiz to'g'ri. Qarang, masalan, siz hozir aytayotganlaringizni, masalan, men marketing kanallari deb bilaman-da. Marketing kanallari biz hozir ham flyer tarqatamiz. Hozir pastga tushsangiz anaqa flyerlarimizni ko'rsatamiz. Ya'ni biz uni hali ham voz kechmaganmiz. Ya'ni siz u kichik o'quv markazi bo'ladimi, katta o'quv markazi bo'ladimi, farqi yo'q. Har doim men marketing komandasiga aytadiganim kamida 5 tadan ko'p marketing kanal bo'lsin. Ya'ni bittasi o'sha flyerlar bo'lsin, bittasi olimpiadalar, tanlovlar o'tkazish bo'lsin, bittasi deylik boyagi performance marketing dediku, u narsa bo'lsin. Keyin boya aytganimizdek SMM bo'yicha xizmatni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, ular bizning o'quv markazimizdagi holatlarni doimiy yoritib turganning orqasidan bo'lsin. Xullas, juda ko'p marketing kanallarni tashkil qilsak bo'laveradi. Hozir mana sizdagi vaziyatda ham shunaqa marketing kanallarni qo'shishni o'ylashingiz kerak edi, lekin nimalardandir voz kechish hisobiga emasda. Ya'ni siz hozirgacha mana ishlab keladi dedingiz-ku, yuqorida aytgandek, flyerlar yoki boshqa yo'llaringizdan ham qoldiring, ularni ham to'xtatmang, chunki davom etaverish kerak va tavsiyam hozir juda arzonga tushadigan narsa, mana yuqorida men aytganimdek, agar sof marketing reklamasini tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, bitta SMM menejer olasiz, u in-house bo'ladi. U in-house'da o'zi bor bo'lgan real jarayonlarni yoritib ketaveradi. Uni vazifasi shunaqa. Ko'pchilik bizni marketing bilan adashtirib qo'yamiz-da, SMMchi nima-yu, marketolog nima deymiz. Mana bu agentstvalar nima qiladi? Agentstvalarni olsangiz, ular bilan kelishsangiz bo'ladi, zo'r. Ular nima qilishadi? Yuqorida aytgandek, performance marketing qilishadi. Ya'ni yaxshi kreativ o'ylashadi, zo'r kreativlarni ular zo'r o'ylashadi. Olsangiz arziydi, biz olamiz, foydalanamiz. Biz o'zimizda marketing bo'lsa ham kreativlar zo'rligi uchun keyin face topishga ular o'shanga mos facelar topadi. Qiz bola, o'g'il bola yoki o'shanga vaziyatga mos ssenariylar ishlab chiqishadi, har xil. O'shalarga mos keyin video olishadi, chiroyli montaj qilib berishadi-da. Keyin targetologimiz bor, u ham outsourceda ishlaydi. U target yoqib beradi bizga. Target yoqib beradi, target yoqqandan keyingi tushadigan leadlar bilan o'zimiz ishlaymiz. Lekin mana shu joygacha yollaymiz, outsourceda chetdan yollaymiz. O'sha siz aytadigan, o'sha professional, yaxshi o'zining ishini biladigan agentstvalar yaxshi ishlab beradi. Agar yaxshi bo'lsa, bu aytgandek, qaysi vaziyatlarda yaxshi kreativlar qiladigan bo'lsa, keyin ularni chiroyli videolarga olib, facelarni tanlab, sizlarga targetgacha tayyorlab bera oladigan darajada bo'lsa, zo'r ishlatish kerak ularni. Foyda beradi. Men 100% aytaman, foyda beradi. Bizlar ham hozir ham ishlatamiz, yaxshi foyda beradi. Faqat nargilarini biz qo'yib yormaganmiz-da. Endi boshqa yo'llari faqat buni qilyapman, bo'ldi deb qolganini tashab qo'yish kerak emas. Hammasini sarafan marketingga ham e'tiborni kamaytirmaslik kerak. Bu aytgandek flyer ham qolib ketmasin. Xo'p, tanlov yoki boshqa narsalar o'tkazayotgan bo'lsangiz, ular ham qolib ketmasin va boshqa narsalar. Lekin eng muhimi, masalan, biz ichkaridan yuqorida siz aytganingizdek, sarafan marketing bo'lishi uchun ichkaridagi marketing bor-da. Ya'ni ichki o'quv markazini o'zida o'qib turgan o'quvchilar va ishlab turgan xodimlardan zo'r nima yo'q, vosita yo'q-da. Chunki masalan, mana bittagina misol aytaman sizlarga. Bizda deylik bitta filialimizda 30 ta odam ishlaydi. 30 ta odam ishlaydi. Biz mana shu filialni rivojlantirishimiz uchun yoki biror bir xabarimizni yetkazishimiz uchun o'sha 30 ta odamni yig'ib, kelinglar birlashaylikda, mana shu xabarni yetkazaylik. Masalan, mana bo'lgan narsa Navoiy filialimiz, Navoiy shahridagi filialimizda shunaqa narsa bo'ldi. Ommadan bitta narsani hammaga e'lon qilishimiz kerak edi. Marketing bo'yicha yaxshi kreativ olingan video. Keyin uni 30 tani aytdikki, misol uchun kontagingizda nechta odamni kontagi bor mana Telegramda. Masalan, menda 3000 ta odamni kontagi bor-da Telegramda. O'rtacha 500 tadan kam bo'lmagan kontakt bo'ladi-da har bir odamda. O'zining qarindoshlari, tanishlari Telegramda rosa ko'p. Bu yerdagi 30 ta odamni qo'shadigan bo'lsanglar, minimum 500 tadan bo'lganda ham 15 ming ta bo'ladi. Masalan, bitta xabarni 15 ming ta odamga
bilmayman, bir kunning o'zida jo'natish imkoniyati borda. Keyin ular kim bo'ladi desanglar, masalan, men o'zimni kontaktimdan kimgadir tavsiya qilib o'sha videoni tashlasam, u buni jiddiyat bilan ko'rib chiqadi-da, men tashlaganim uchun, tanish bo'lgani uchun. Ya'ni mana shunaqangi zamonaviy usullar ham borda. Endi hozirgi zamondan foydalanishimiz kerak. Bu narsalar yaxshi ish beradi lekin. Bu ko'payib ketmasligi kerak. Masalan, biz bunaqa narsani bir 6 oyda yoki 3 oyda, 4 oyda bir martagina qilamiz. Ya'ni ommatan hammani shunaqa holatda ishlatamiz, lekin bu narsa zo'r effekt beradi lekin. Yaxshi ta'sir qiladi. Tez ko'p bo'lib ketib qolsa o'xshamaydi lekin. Onda sonda qilinsa to'g'ri bo'ladi, lekin bu ham bir kanalda bu ham. Ya'ni bu bir yaxshi narsani olasizlar, keyin hammaga yetkazishni zo'r usuli. Keyin o'sha ko'pchilik har xil guruhlarda a'zo bo'ladi, masalan, to'g'rimi? O'sha guruhlarga tarqatadi. Bu o'zini komandani ichkaridagi o'quvchilar ham kerak bo'lsa bizga ko'pincha yordam berganda, hech qanaqasiz lekin. Ya'ni ko'pchilik o'quvchilarga buncha pul beramiz, bitta o'quvchi topib kelsang deydi-ku. Biza shunaqa narsa qilmasdan turib, o'quvchilarga boshqa o'quvchilarni o'zini sinfdoshlari yoki boshqalarini chaqirib o'qishga qiziqtirib olib kelishga undaganmiz. Buni qanday qilish mumkin desanglar, o'quvchiga tavsiya qilasanmi agar yaxshi o'qitayotgan bo'lsam desanglar, ha, tavsiya qilaman desa, demak tavsiya qilmabsan, hech kimni olib kelmading shu paytgacha deysizlar, keyingi kunda bittasini olib keladi masalanda. Shunaqada u sinab ko'rilgan narsalar. Hech qanaqa bepulga, agar pul beraman desanglar, bunaqa deb o'ylaydi. Qaranglar, pul beraman desanglar, men ishchimanmi deydi. O'zi arzimagan pul berasizlar, unaqa ko'p bera olmaysizlar-da. Bir 500 ming bersanglar ekan, uni olib kelsa. Sizlar bo'lsanglar 30-50 ming beramiz desanglar, unga ular o'zini hamiyatiga, o'zini g'ururiga bu to'g'ri kelmaydi deb o'ylaydi-da, bu variant ko'pincha ish bermaydi lekin. Agar ishlatib ko'rgan bo'lsanglar-da, lekin menga yordam ber. Men seni o'qituvchingman, shuncha vaqt o'qitdim, o'rgatdim. Endi mana shunaqa joyda yordam bermasang qachon yordam berasan degandek yondashsanglar, yordam beradi lekin. O'sha o'quvchilar bepulga yordam beradi shunchaki. Xodimlar esa ular endi bir jamoa bo'lgandan keyin, bir kemada bo'lgandan keyin nimaga mana shu o'quv markazining rivojlanishiga yordam bermas ekan? Menimcha yordam beradi. Faqat to'g'ri yondashib, ular bilan yaxshi munosabatlarni yo'lga qo'yish kerak-da. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki jamoada juda ko'pda gap. Siz jamoada bir qatorda, ya'ni bir safda bo'lsangiz, bir maqsadga qarab kurashayotgan bo'lsanglar, ular sizlarning yonlaringda turadi doim. Sizlarga yordam beradi.